sohada bitta o'zim qolganman desam bo'ladi. Institutda ishonasizmi, 30 kishidan bitta mana shu sohada qoldim. Boshqa hamma bank, moliya kirib ketdi. Demak, bugun bir oyda 10-15 million dollarlik moliyani boshqaradigan ekspertdan qanaqa qilib elektron tijoratda savdosiga moliya orqali daromadimizni ko'tarish to'g'risida gaplashamiz. Savdo o'sish ko'rsatkichi emas. Qanchalik savdo ko'tariladi desam, men sizga aytdimki, sizga yomon xabarim bor dedim. Nima deydilar? Siz savdoingiz ko'tarilmay tushib ketib qoladi. Qanaqa qilib? Yaxshiki, uzumda analitika bor. Men oldimga kelgan 10 ta tadbirkordan 8 tasi unit economic firmalar bilan qilmaganda shu biznesni. Odam tushunmagandan keyin nima ekan deb o'tkazib yuborishi mumkin. U yolvoraman deydi-da, boshlaydi. Boshlaydi-da, u o'rtasiga kelib qolganda qaraydiki, u o'ylayotgan foydaga chiqish uchun pul kerak ekan. 7-qadamda peshkamni berib yuborar ekanman deb hammasini rejaga tuzib olgandan keyin savdo jangiga kirsa bo'ladi. Olayotgan pulini nima qilish kerakligini ko'rsatib berish kerak. Halollik yo'li bilan faqat o'zim foydamni olib ketaman. Kichkina aldash niyatim yo'q. Kichkina zarar yetkazganingizga albatta sezilmaydi boshqa. Tadbirkorning o'zini vaqti qimmat turadi-da. Yaxshi savol berganga yana qo'shimcha bizni sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa mana navbatdagi bizani podkastimizni yana boshlaymiz. Podkastimiz har doim bizda elektron tijorat, onlayn savdolar orqali qanaqa qilib daromad olishimiz mumkin. Shu mavzusida gaplashamiz va bu tadbirkorlikda eng katta muhim jihati bor, bu moliya. Ya'ni tadbirkor hamma qilayotgan ishlarida pul muomalasi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Pul muomalasi bo'lgan joyda moliya bo'lishi shart. Shuning uchun bugungi mehmonimiz moliyada juda katta yetuk ekspert, bizani Proecom akademiyasini spikeri taklif qilingan va o'zlarini moliya bo'yicha uzoq juda ham katta vaqtdagi tajribalari bilan juda ko'p tadbirkorlar yordamga berib kelyaptilar. Shuni o'zlaridan eshitamiz. Davron Fazliddin aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz, Fazliddin aka. Xush ko'rdik, rahmat. Fazliddin aka, boshlanishiga endi o'zingizni tanishtiring auditoriyamizga. Xo'p, shu Fazliddinman, ismim Fazliddin, familiyam Davronov, asli buxorolikman. Biz shu moliya sohasiga kirib, shu boshidan shu moliya institutini o'qib, shu sohada bitta o'zim qolganman desam bo'ladi. Institutda ishonasizmi, 30 kishidan bitta mana shu sohada qoldim. Boshqa hamma bank, moliya kirib ketdi. Xususiy sektorda shu moliya bo'yicha shu Akfa Holdingda ishlaganman. Asosiy praktika o'sha yerda bo'lgan, maktab o'sha bo'lgan. Undan keyin o'zimiz shu moliya agentligi ochdik, Gekto moliya agentligini. Bu agentligimizda hozirgi kungacha 5-yil 100 dan ortiq mijozlar bilan ishladik. Shu moliyasini tizimlashtirish bo'yicha, konsultantlik bo'yicha ishladik. Undan tashqari yana bir nechta bizneslar bor. Bularda investor nimasida turaman maqomida. Ya'ni asosan operatsionkada shu agentlikdamiz. Ya'ni shu moliyani o'zim yaxshi ko'rganim uchun shuni ichida turamiz har doim. Shu 5-yil hozir nima? Shu 20 dan ortiq kishilarimiz bor, hozir moliyaviy mutaxassislar bor. Ishlab kelyapmiz. Tabriklar, o'zbek tabriklar. Umumiy yig'ib agar sizlar boshqarib kelayotgan summani hisoblaydigan bo'lsak, necha pullik moliyani boshqaryapsizlar? Oyiga biz yaqinda hisobladik, oyiga shu 10-15 million atrofida, million dollar atrofida pulni boshqaramiz oyiga. Demak, bugun bir oyda 10-15 million dollarlik moliyani boshqaradigan ekspertdan qanaqa qilib elektron tijoratda savdosiga moliya orqali daromadimizni ko'tarish to'g'risida gaplashamiz. Xo'p, Fazliddin aka, o'zi birinchi savolda bizni juda ham ko'p tadbirkorlar bilan o'sha Uzumda, Yandexda, Wildberriesda onlaynda savdo qiladigan savdogarlar bilan gaplashganimizda har doim bir-birini maqomini o'lchaganda savdo bilan o'lchashadi. Ya'ni 100 million savdo qildim, 1 milliard savdo qildim. Mana misol kecha o'zimizni o'quvchilarimiz so'raganda 900 million savdo bilan keldim, dasturingiz tugatguncha 1,5 milliardga chiqdim deydi. Ya'ni hamma o'zini savdosi bilan gaplashadi. Savdo bo'lgani qanchalik balon past bo'lgani muhimmi yoki foydami? Sizga o'zingizdan bitta zo'r gapingiz bor shu. Savdo muhimmi, foyda muhimmi deysiz-ku? Xuddi shu gap, vobshe zo'r gap aslida tushungan odam uchun. Savdo o'sish ko'rsatkichi emas. Ya'ni biznesni o'sayotganini ko'rsatmaydi u.
Bizdagi eng muhim narsa savdodan nima qoldi degan savolga javob topishda. Savdo qilaveramiz, lekin undan nima qoldi o'zi degan savol bo'lishi kerak. Ya'ni bizni audit qilish jarayonlarimizda shunaqa kompaniyalar ko'rganmiz, milliardlab pul keladi. Shu yerga milliardlab pul yig'iladi, lekin o'ziga hech narsa qolmaydi. Foyda qolmaydi-da. Bunaqa biznes qilgandan qilmagan yaxshi deysiz-da o'zi aslida. Bu xuddiki mana bunga o'xshaydi. Nimaga savdoga ko'p urg'u beryapti tadbirkor? Nimaga? Sababi biznesning qoni pulda. Ya'ni inson organizmiga o'xshatsak, mana odam qoni bo'lsa yashaydi-da. Masalan, oyog'ingiz bo'lmasa ham qonlanib tursa yashayverasiz-da. Lekin sekin jigar nima ishdan chiqib boshlasa, keyin tamom, infarkt o'ldingiz keyinda. Xuddi shunday biznesda ham birinchi eng kerakli narsa pul bo'lgani uchun tadbirkor pul qayerdan keladi? Sotuvdan. O'sha joyga urg'uni beradi. Faqat ish shu bo'lib qoladi. Keyin o'rganib qoladi narkomanda. Boshqa bo'limlarga qaramay qo'yadi keyinda. Mana shu yerda eng katta muammo boshlanadi. Bu xuddiki mana oyni boshida tadbirkor xuddiki futbol poylasida kirib ketadi. Bu yerda raqobatchilar, raqib komandada siz komandangiz bilan oyni boshida boshladingiz. Siz aytyapsiz bolalarga, bo'ldi bolalar, men hujumda bo'laman, men gol urib turaman faqat, ya'ni sotuv qilib turaman, faqat sotuvga urg'uni beraman. Sizlar orqada shu qarab tursalaringiz bo'ldi. Deysizda, oy davomida o'nlab gol urasiz. Shunaqa. O'nlab gol urasiz, ya'ni zo'r sotasiz haqiqatda, sotuvni oshirasiz, nima qilasiz. Qaytib kelsangiz oyning oxirida hisob necha bo'ldi desangiz 10-11 da shu. 11 ta o'tkazib qo'ygansiz. 10 ta urdik-ku. Keyin tadbirkor hayron qoladi. Qanaqa qilib 10 ta urdim-ku deydi. 11 ta o'tkazib yuborganlik. Men nima deganim bu desa, sotuvga faqat urg'uni berish yechim emas. Sotuv bilan birgalikda, u bilan birga o'sadigan narsalarga qaramay qo'ysak, ular sotuvni o'sib ketib qoladi. Shunaqa kompaniyalar bor, mana 100 million so'm topayotgan paytida, masalan 1 milliard oborot 100 million topayotgan paytida 10 milliard oborot bilan 100 milliondan ko'p topa olmay qoladi-da. Ya'ni ishini ko'paytirdi, joyini katta qildi, nima qildi desangiz foyda yo'q. Bu o'sha, ya'ni yon shaqir shuqirga ishlayapti degani-da. Shu sotuvga qarash emasda, oxiriga yechim emas. Foydaga qarash. Zo'r gap aytdingiz. O'zimizni jaydar tilda aytadigan bo'lsa, tadbirkor ishlayveradi, o'sha Uzumda ham, Yandexda ham savdo qilaveradi, savdosi menimcha, lekin shaqir shuqurga ishlab yuribdi. Qo'liga chang ham yo'qmaydi. Ishladi. Yillar boshida misol uchun 10 ming dollar tikdi, yoki undan ko'proq pul tikdi va yil oxirida o'sha savdo qilib bundoq eliga ko'taradigan bo'lsa, cho'mchagiga qoladigan puli yo'q. Ishlatgan puli o'ziga o'shandan orttirib nimadir sotib olgan bo'lsa, оборотный pulga yegan bo'lib chiqadi. Nimagaki hisob topda tizim yo'q. Shuni bizni juda ham ko'p kuzatganmiz. Yaxshi savdogarlar keladi, bizning oldimizga maslahat qilgani, o'sha Uzumda menimcha savdo qildim. Misol uchun mana bitta keys aytaman. Bizda bir o'quvchimiz kelganlar, o'zi Uzumda savdo qilib yurganlar, 1 milliard savdolari va sotuvga telefon sotadilar. Shu kelib sizlarni shu akademiyalarda o'qiydigan bo'lsam, qanchalik savdom ko'tariladi desam, men siz aytdimki, sizga yomon xabarim bor dedim. Nima deydilar? Siz savdongiz ko'tarilmay tushib ketib qoladi. Qanaqa qilib dedilar. Oldingda nima qilyapman dedilar. Sizga savdo kerakmi yo pul kerakmi dedim. Foyda kerakmi dedim. Siz hozir dedim 1-2% ishlab yurgan ekansiz. 1 milliard savdo qilib turib, 1-2% ishlayapti. Sotuv telefoni, ya'ni iPhone'larning cheki o'rtacha 1200-1,5 ming dollar. Misol, sezon yangi chiqqan paytda 1200 dollar deng. O'rtacha bir 14 million, 15 million atrofida pul bo'lyapti. Risk shunaqaki, bitta shikast yetsa yoki bittasi brak bo'lib qolsa yoki nimadir bo'lgan taqdirda ham 15 million bilan risk qilinyapti. U degani o'zi umumiy savdoni necha foizi tashkil qilyapti? To'g'rimi? 1 milliarddan. 1 milliardda misol 1% 15 million bo'ladi. To'g'rimi? 1,5%. 1,5% 15 million. O'zi 1,5% ishlab yurgan bo'lsa, bir oyda bitta dona SKU tovarni, bitta donasini yo'qotib qo'ygan o'zida ham yoki shikast yetganda hamma foydasi ketdi-da, misol. Mantiq nimada? Shuncha pul aylantirishda. Keyin pul bahosi degan tushuncha bor. Bu janvar pulingiz agar shundoq boshqa biznesga tikib qo'yganingizda ham, ayoqda individual solib qo'ysangiz ham yiliga hozir 8% tug'yapti, misol, to'g'rimi? 7-8% tug'yapti. U degani pulni bahosi, mayli O'zbekistonda juda katta bo'lmasa ham hozir misol 10-15% da, misol bundan o'rtacha olib qaraydigan bo'lsak. Kamida. Shuning uchun ham mantiqli ishlash bo'lish kerak bo'lsa, sizni boshqa kategoriyalarga o'tkazamiz. Savdoyingizni boshqa kategoriyalarga o'tkazgandan keyin savdoyingiz tushishi mumkin, lekin foydangiz misol oshadi. Hozirgi paytda mana kecha kunduz o'sha klubimiz bilan birga tog' safariga chiqqanda nechta savdo qilyapsam 300 million dedilar.
zo'r. Marja qanaqa desam 30%. Mana farqi. Shuning uchun savdo kerakmi yoki bizga yo foyda kerakmi degan savolga yana qaytib kelamiz. Mana shunda savol sizga nima qilish kerakki shu o'zini moliyaviy rejasini to'g'ri tuzish yoki umuman olib qaraganda вообще savdo qilishdan oldin topdi kimdir mahsuloti bor edi. Men bayroqni sotyapti misol, bayroq zo'r ketyapti, boshqa qilyapti. Shuni zapus qilishdan oldin qanaqa hisob-kitob qilish kerak? Nimadan boshlash kerak? Umuman o'zi olib qaraganda biznesda moliyani birinchi qadami nima bilan qo'yish kerak? Shuni birma-bir ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, bugun mana shu bugungi podkastimizni oxirigacha ko'rganlar uchun hech bo'lmasa siz hozir qilib turgan savdoyingizni nimadan tizimni boshlab turib, to'g'ri hisob-kitob qilishni o'rganib olasiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Ham o'zi bitta boshqa yangilik ham bor. Videoni oxirigacha, mana shu podkast oxirigacha ko'rganlarda video o'rtasida kalit bitta so'z bor. O'sha so'zni kommentariy kimdir agar topib yozsa, bizda o'sha moliya kurslarimiz bor. Baribir hamma tadbirkorni o'qish kerak. O'sha kurslarimizni eng oxirgi skidkadan ham 20% o'tib beramiz. Inshaalloh. Siz obunachilaringiz uchun, shu videoni ko'rganlar uchun. Xo'p. Savolga qaytsak, savol bu yerda mana yaxshi bir o'rinli savol bo'ldi. Ya'ni tadbirkor nimadan boshlash kerak? Hozir bizni mana onlayn savdoni ham, offlayn savdoni ham shersdagi juda bir emotsional boshlayapmiz-da. Yaxshiki uzunda analitika bor. Masalan, nima tovar qancha ketayotganini bilib turasiz-da. Offlaynda yo'q u. Onlaynda bor. Ya'ni sizda kamroq xato qilish ehtimolingiz bor o'zi aslida. Shunaqa. Endi tayyor ma'lumotdan qanaqa foydalanishim kerak? Bu savol tug'iladi. O'zi mana agar makro qarasak, agar tepadan qarasak, fin model qilish kerak o'zi aslida. Fin model qilish kerak. Lekin tadbirkor fin model qila olmasa, hech bo'lmasa unit ekonomika qilsin. Ya'ni eng kamida mana ko'rib turibdi-ku, qancha sotayotgan marketplace-da, eng keyin qancha narxga ham sotilayotgan ko'rib turibdi o'rtacha. Shuni 3 xil ssenariyda, ya'ni optimistik, pessimistik, realistik ssenariylarda 3 ta hisobotda qilib ko'rish kerakki, plan. Masalan, 10 ta sotsam, manimchaga sotsam, manimcha xarajat qilsam nima bo'ladi? Eng yaxshi holatda nima bo'ladi? Realistik, ya'ni bozor qanaqa hozir o'sha holatda olsam nima bo'ladi? Ya'ni unga hozir men shuncha pul tutganim, qanchada yechib olaman uni? Ha? O'shani menga keyin yoqadimi o'sha? Masalan, men oldimga kelgan 10 ta tadbirkordan 8 tasi unit ekonomika fin model qilganimizdan keyin qilmaganda shu biznesni. Shuni Fazlindagi mana hozir auditoriyamiz ko'rayotganda kommentariyada bir kim даже yozib yuborishi mumkin. So'kmasdan gapiring deb. Ya'ni atamalarni kamroq ishlatib iloji boricha jaydar tilda, shuni odam bolasi tushunadigan tilda unit ekonomika nima yoki fin model nima bir tushuntirib bersangiz zo'r bo'lardi. Chunki misol tadbirkor uchun, siz uchun, men uchun yoki boshqa odam uchun bu misol uchun yaxshi, oddiy, tushunarli so'z bo'lishi mumkin. Lekin odam tushunmagandan keyin nima ekan deb o'tkazib yuborishi mumkin. Shuning uchun jaydar o'zimizni o'zbek qora ko'z tushunadigan tilda jaydar qilib tushuntirib bersangiz zo'r bo'lardi. Xo'p, bu fin modelni qilish, ya'ni moliya modelini qilish kompaniyada birinchi daromadlarni, ya'ni siz qayerdan pul topasiz. O'shandan boshlanadi. Ya'ni deylik biz mana shu stakanni uzumda sotmoqchimiz. Zo'r. Mana shu misolni olaylik. Shu stakanni sotmoqchi bo'lsak, analitika qildik misol. Analitika qildik-da, mana shu stakanni misol uchun bir oyda 500 ta dona sotilar ekan deb ko'ryapmiz. Zo'r. 500 ta stakan sotmoqchimiz. 500 ta sotmoqchimiz shundan. Buni ko'ryapmiz, endi bozorda o'rtacha narxi bo'ladi, deylik $1. Sotilish narxi. Sotilish narxi misol 12.000 so'm. Hop, $1 sotamiz. Demak, biz bir oyda $500 bu yerda nima qila olamiz? Mana aynan shundan savdo qila olar ekanmiz bir oyda. Endi bu $500 pulni savdomiz-ku bu. Savdoni topib oldik. Endi biz ikkinchi etapda xarajatlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni buni sotib olaman baribir. O'zini tannarxi bor. Sotib olib sotaman-ku. Bunga keyin uzumni o'zini soliqlari bor, o'sha komissiyalari bor, dastavka upakovkasi bor. Hamma rasxodlari bilan ketdi. Bilmadim, 60 sent bo'ldi deylik. Mana shu narsa. Demak, men har bitta nimani bilib oldim, 60 sent xarajat ketadi bunga. Shuni aniqroq yana qilish uchun, misol uchun men aytishim mumkin. O'rtacha misol, agar stakan sotadigan bo'lsak, o'rtacha 15% komissiyasi bor, misol. Bundan tashqari 5250 so'm yo'l kirasi bor. Xo'p, yo'l kirasi bor va hokazo qolgan rasxodlar. Uzum tarafdan mana shu qat'iy ana rasxodi bor. Demak, 15% nimadan? Sotuv narxidanmi? Sotuv narxidan. 12.000 so'mdan 15% komissiyasi bor. Demak, 15% 1800 so'm bo'ladi. Bunga qo'shamiz 5250 so'm yo'l kirasi. 5250 so'm. Demak, 7000 so'm o'zi 7050 so'm. Qo'liga tegadi. 7000 so'm o'zi aniq ekan, xarajati ekan o'zi.
Ha. 7000 so'm. Endi buni o'zini olib kelgani ham bor-ku buni. To'g'rimi? Olib kelgani 15% shu komissiyasi undan tashqari-ku. To'g'rimi? Deylik buni 12000 ga sotayotgan bo'lsak, deylik buni 5000 ga olib kelayotgandik. Endi buni ustiga 7000 ni qo'shsak, o'zi 12000 dan ko'p chiqib ketar ekan o'zi. Yo, endi tovarlar borki, masalan. tovarlar borki, misol uchun misol mana ba'zi bir tovarlar bor, o'zi qo'limizga tegishi 15000 so'm misol, sotilgan narxi 65000 misolda. Shuning uchun ham o'sha uzumda sotmoqchi bo'lgan tovaringlarni o'rtacha cheki yuqoriroq bo'lishi kerak. Misol. Yoki misol mana stakan deydigan bo'lsak, stakanni ham misol bitta stakaningiz botga kelib tushishi misol uchun 3000 so'm, 5000 so'm, 6000 so'm bo'lishi mumkin misolda. Yoki ruchka. Ruchkani Xitoydan olib keladigan bo'lsak, o'rtacha oddiy ruchka 300 so'mga tushadi. Misol mana bunaqalik ruchka olib keladigan bo'lsangiz 500 so'mga tushadi misolda. Unaqada 500 so'mga olib kelib ruchka nech pul sotiladi? O'sha 5000 misolda. Uni olib turib 10 tasini to'playdigan bo'lsangiz 50000 bo'ladi. 50 minglik bir dona eska yo'qib turib 10 ta donasini misol undan 5250 so'm yo'l kira va tan narxini misol 500 so'mdan 5000 ayirib tashlaydigan bo'lsak, uje bizaga 39000 dan oshiqroq pul qolyapti misol. Qo'limizga tegishi. Shunaqasi hisob-kitob qilinadi. O'zi tegi. Mana stakanni olib qo'yaylik. Tan narxi deylik, stakan bizaga 3000 ga tushdi misol. Mana 7000 ga xarajat ketsa, u 10000 ga tushdi o'xshay. Mana 5200 bilan 15% bilan. Demak, bundan 2000 so'm foyda qilyapmiz-da hozir biz. Demak, bitta donasidan biz 10000 so'm xarajat qilyapmiz, 12000 so'mga sotyapmiz. Mana shu ketadi. Demak, men 2 so'm foyda qildim hozir shu yerda, lekin bu hali sof foyda emas. Mana shu Yalpi daromad. Ha, bu hali valvi, ya'ni grazi deymiz-ku, kir foyda. Nimaga kir? Bundan hali boshqa xarajatlar ayrilmagan. Nima xarajat? Masalan, siz o'sha kommunalingiz bo'lishi mumkin, arendangiz bo'lishi mumkin. Masalan-da, boshqa yana xarajatlar, masalan, ishchi bo'lishi mumkin sizda. Mana shu ishlarni qiladigan, oylik berasiz unga. Shu yerdacha yana bitta aniqlik kiritib ketaylik. Masalan, ko'rib turgan odam shu orqali realniy mashina sotuvini ko'rib olish kerak-da. O'zi nima qilish kerak tegi. Men endi uzr gapingizni bo'lib tashlaman. Ko'rayotgan odamga bunisi realistik bo'lishi kerak. Misol, stakanni hech kim bir dona olmaydi. To'g'rimi? Stakanni oladigan bo'lsa, komplekt oladi. Eng kamida 6 ta. Mana endi bizani o'sha unit ekonomikamiz to'g'ri chiqishi uchun bu narsani bizni 6 tasini to'plab turib sotishimiz kerak. Demak, agar biz 6 tasini to'plab sotadigan bo'lsak, bizani tan narximizni 3000 so'mdan bo'ladi, to'g'rimi? 3000 so'mdan olib kelamiz. Yo'q, 10000 so'mga tushmaydi o'sha. 10000 so'mga tushmaydi. Ha, ana komplet qilgansiz 5200 so'm bitta kompletga. Xuddi shunaqa. Mana shu sir joyi, misol uchun mana shunaqasiga sotish kerak. Demak, agar biz hozir 3000 dan bo'ladigan bo'lsa, 18000 ga tushyapti komplektimiz. O'zini tan narxi 18000 ga keyin qo'shyapmiz biz yo'l kirasini 5250 so'mdan. Demak, biz hozir 12000 dan sotmoqchi bo'ladigan bo'lsak, 6 tasi qancha bo'ladi? 60-72 ming, to'g'rimi? Bo'ldi. Ana endi bizning sotilish narximiz 72 ming bo'lyapti. 72 mingdan kelib chiqqan holda endi 15% komissiyani ayirishimiz kerak bundan. Va bundan ayirishimiz kerak 5250 so'm. Ana mana shunda bizda o'sha moliyaviy modelimiz o'zgardi. Moliyaviy model o'zgardi. Bir donasini sotsangiz foyda ko'ra olmayapsiz deyarli yoki ana shaqir-shuqiriga ishlayib yuribsiz. To'plaganingizda o'sha siz hozir bundan mana hisoblab ko'ring, nech pul qoladi. Xo'p, o'z tan narxini o'zi 23250 so'mga tushadi, 5250 bilan. Endi 15% ni ham hozir bunga qo'shsak, 72000 ni 15%. 15. 34000. 34000 ga tushar ekan. Demak, mana 34000 ga tushar ekan. 72000 sotadigan bo'lsak, biz 34000 xarajatda ayirtishamiz va qo'limizga bizga qolyapti 38000 so'm qoladi. 38000 mana qolyapti. Bitta komplektda. Bitta komplektda. Bu o'zi boshqacha ko'rinish misol. Deyarli ustamamiz salkam 100% ga aylanyapti ustamani o'zi. Ustama. Ana shu joyda yana buni raskladini unit ekonomikani ko'rganimizdan keyin boshqa savol ham tug'iladi-da. Ustama nima-yu, marja nima? Bunga keyin o'tamiz. Chunki 95% men bilishim bo'yicha bu meni shaxsiy fikrim, O'zbekistondagi tadbirkorlarning 95% ustama bilan marjani juda adashtiradi. Kimdir aytadi 90 deydi, kimdir vashi 97 ham deydi misol. Shunaqa. Misolda tushuntirib beramiz uni ham. Xo'p. Demak, yaxshi ketyapmiz. 38 qoldi. Unit ekonomikamizda demak bu 38000 so'm bu yalpi daromad. Shunday. Zo'r. Yalpi daromadga keldik. Zo'r.
Endi bundan tashqari yana nima rasxod bo'lishi mumkin o'zimda? Mana doimiy rasxodlar. Masalan, ishchi olib ishlatish mumkin. O'sha kod yozish uchun, upakovka qilish uchun deylikda. Mana shu rasxodlarni ham ayirib tashlashimiz kerak endi bundan. Hop. Ya'ni biz bir oyda 500 ta sotish plan qilgan bo'lsak, boshqa narsa sotmasak, mana shundan 5 komplekt sotmoqchi bo'lsak, masalan, endi mana shu oyda bo'ladigan hamma rasxodlarimiz qancha undan tashqari? O'shani ham topishimiz kerak. Masalan, 2 millionga shu bitta fiksa oylik odam olib qo'ygansiz, 2 million so'mga. Va siz qanaqadir bir internet shunaqa narsaga yana 1 million xarajat qilasiz. 3 million xarajatingiz bor o'pshi. Zo'r. Mana shu joyda yana to'xtatib ketaman. Ana endi doimiy xarajat bilan o'zgaruvchan xarajatni farqini tushuntirib olishimiz kerak-da. Shundan kelib chiqqan holda keyin o'sha chochib yuboradigan bo'lsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, doimiy xarajat bu mana siz sotasizmi, sotmaysizmi, ishlab chiqarasizmi, ishlab chiqarmaysizmi bo'ladigan xarajatlar. Masalan, ofisingiz bo'lsa, uni arendasi, uni svit, mana kommunali, ishchilarning fiks oyliklari, mana ishchiga ishlagan, kelgani uchun pul berasiz, qo'liga 1 million, 2 million. Bular siz sotasizmi, siz ishlab chiqarasizmi farqi yo'q. Bular bo'ladi bu rasxodlar. Offlaynda oddiy do'kon ochadigan bo'lsam, ana bizda misol 26 yildan beri tadbirkorlik qilayotgan bo'lsam, bir 7 ta 8 ta do'konlargacha tarmoqli do'konlar qilganmiz. Doimiy xarajat offlayndagi biznesda taxminan 70-80% ni tashkil qiladi. O'zgaruvchan xarajat bir 30-20% ni tashkil qiladi. Shuning uchun ham biz savdo qilsak, qilmasak, bozorda yoki misol uchun istalgan boshqa joyda arendamiz, undan tashqari fiksirning o'sha qat'iy oyliklarimiz, kommunallar, undan tashqari omborxonamiz bo'lsa, omborxonadir va hokazolar, ular doimiy xarajat. Biza xulosiy shunda men oldin aytardim-da, shu ertalab tursam, menda har kuni bir $1000, $1,500 xarajatim bor derdim-da. Shu uyg'ondim bo'ldi. Chunki ishlasam, ishlamasam shuncha pul ishlatishim kerak, chunki doimiy xarajatga kirib qo'yganman. Endi onlaynga o'tganda men aytamanki, teskari. Sizni hamma xarajatlaringizni eng katta foizi 80%, 90% o'zgaruvchan xarajatga o'tadi. Mana shu yerda hozir o'zgaruvchan xarajat bilan doimiy xarajat farqini tushunib oladigan bo'lsak, shunda onlayn biznes afzalligi tushunarli bo'ladi-da. U degani savdo qilsak xarajatimiz bor. Savdo qilmasak, ertalab turganingizda menda $1000 xarajatim bir kunga bor deb aytmaysiz. Shuning uchun doimiy xarajatga demak bizda o'sha arendalar kiradi. Fiksirning oyliklar kiradi. Qat'iy oyliklar, misol uchun o'sha internetga pul to'laydigan bo'lsak, kommunaldir, boshqa o'zgartira olmaymiz. Shunaqa. Zo'r. Demak, buni oldik. Mana o'rtacha bir seller olsak, unga ofis kerak emas, unga omborxona kerak emas. U kompyuteri bo'lsa, istalgan joyda uydan turibmi, boshqa joydan palman tegida yotib bo'lsa ham, misol savdo qilsa bo'ladi. Kimdir umraga borib, misol savdo qiladi, kimdir boshqa joyda. Demak, unda asosiy doimiy xarajat nima bor desa, internet. Internetsiz xarajat savdo qilib bo'lmaydi. Mana internetga to'lovi bor. Mayli, misol uchun agar mobil internet olaylik yoki shu uydagi Wi-Fi mi boshqasi, misol uchun 100 ming so'm. Mana 100 ming so'm internet xarajati bor. Doimiy xarajatdan keyin YTT'sini sotsialniy nalogi bor. İjtimoiy soliq. 412 ming ijtimoiy solig'i bor. Bu ham doimiy xarajat. Xo'p, doimiy xarajatga yana nima bo'lishi mumkin? Doimiy xarajatga hozirchalik shuni o'zini hisoblasa ham bo'ladi. Qolgan o'zgaruvchan xarajat. Shunday. Haligi gap 512 ming chiqdi. Mayli, yo'qotib qo'ydi, u bo'ldi, bu bo'ldi, nimadir bo'ldi, 1 million deb hisoblaylik. Ya'ni nimadir bilan 1 million bo'ldi misol. 500 ta komplekt sotmoqchi bo'lsak, 500 ta komplekt sotmoqchi bo'lsak, bizani o'rtacha chekimiz 72 ming chiqdi, to'g'rimi? 72 ming chiqadigan bo'lsa, u degani 500 tasi 36 million bo'lyaptimi? To'g'rimi? 36 million. 36 million savdodan biza 1 millionini doimiy xarajat deyapmiz. Shunday. Xo'p, bu necha foiz bo'ladi? 1% ham emas. 1% ham emas. Shunday. Yarim foiz ham emas o'zi.
offlaynda 80% xarajatingiz doimiy bo'lsa, onlaynda hozir 0,5%ingiz doimiy xarajatga aylanadi. Yani farqini tushunib olish kerak-da. 0,2 bo'ladi. Shunaqa. 0,2 даже. Endi qolgan 99,8% xarajatingiz savdo qilsangiz bo'ladi. Savdo qilmasangiz prisvoyib qolamiz. Shunaqa, mana hozir shu кейsimizda biz bitta sotuvimizda 34 ming topayotgandik-ku. 34 ming qancha 37 ming topayotgan bo'ldik? Ha. 38 ming. Demak, bittasi 38 ming topayotgan bo'lsam, demak men 500 ta sotyapman kundan hozir. 500 ta sotayotgan bo'lsak, demak biz 19 million so'm shu yerda foyda ko'ryapmiz. 19 million bizada yalpi foyda. Bundan 1 million boyagi xarajatni ayab tashlasak, Yalpi foyda mana. Yalpi foyda bo'ladigan bo'lsa, bundan biza o'sha 0,2%imiz, ya'ni 1 million so'm, 1 million so'mni ayab tashlasak, 1 million so'm savdon 0,2%, 1 million so'm bu doimiy xarajat. Doimiy xarajatni ayirdik va 18 million qoldi. 18 million qoldi. Mana bu sof foyda. Xo'p. 18 milliondan endi o'zgaruvchan xarajatlarni O'zgaruvchan xarajatlar boya tanarx ichida ketdi. hammasi ham emas. Endi Hammasi ham emas. O'zgaruvchan xarajatdan biza faqatgina mana shu joyda ko'p tadbirkorlarimiz uzumga birinchi kirganlar juda katta xato qo'yishadi. Juda katta xato qilib qo'yishadiki, o'sha faqatgina komissiyani hisoblaydi, faqatgina yo'l kirasini, imunda logistikasini hisoblaydi, 5250 so'm va ho'kazoni hisoblaydi va undan keyin barkim soliq hisoblar. 1% misolda hisoblar. Qolgan xarajatlarni hisoblamaydi. Endi 18 million bizada hozir qolayotgan bo'lsa, bundan o'zgaruvchan xarajatlarimizni yana ayiramiz. Nima ayirishimiz kerak? Birinchidan o'sha hali aytganimizdagi 1% soliq. Ya'ni solig'imiz bor. Soliq savdodan 1%. Ya'ni 72 milliondan 1%ni ayirishimiz kerak. 72 milliondan, 72 milliondan 1%ni ayirishimiz kerak. 720 ming bo'ladi. Xo'p. Endi bundan tashqari biza har bitta tovarimizni qadoqlashimiz kerak. Fulfillment deyiladi. Ya'ni qadoqlash, uni marketplace'larning omborxonasiga yetkazib olib borib berish va hokazo degan xarajatlari, markirovkasi, boshqasi bu hammasi fulfillment deyiladi yoki ruschasiga Center подготовки tovar, mahsulotlarni tayyorlash markaziga beriladi. O'rtacha gabaritga qarab bo'ladi bu ham. Bu stakanimiz misol uchun mana bundoq korobkada bo'ladigan bo'lsa, korobkamiz bu yog'iga 20 sm, bu yog'iga 10 sm, balonligi ham 10 sm deb oladigan bo'lsak, unaqada bizani upakovka qilib gabaritga hisoblaydigan bo'lsa, o'rtacha 3000 so'mga qadoqlab, uni logistika qilib omborxonaga yetkazib olib borib berishga hisoblasak bo'ladi. O'zingiz qilishingiz shart bo'lmaydi. Birovga berib yubordingiz, misol uchun bizning mana shu Proecom ekosistemamizda shunaqa fulfillment bor, unga bersa bo'ladi yoki Toshkentda yoki boshqa joylarda qilyapti, bunaqa joylar, Liboyga berdi. Hisob-kitob qilish uchun 3000 so'm bunga ayirsa bo'ladi. Donasidan. 5 taga 1,5 million ketdi. 1,5 million. Mana demak CPT deymiz bizga fulfillment 1,5 million. Mana bu ham o'zgaruvchan xarajat. Savdo qilsak bor, savdo qilmasak yo'q misol. Xo'p. Bundan tashqari yana biza RKO deymiz. Ya'ni anaqada nima deydi, o'sha moliyamizda qismi bor, расчетный kassova operatsiya. Ya'ni baribir ham pul aylanmasi bo'lgandan keyin, biz rasmiy ishlaganimizdan keyin, oq yo'l bilan ishlaganimizdan keyin pulimizni bankdan aylantiramiz. Bankda pul aylangandan keyin bank xarajatini to'lash kerak. O'rtacha plus minus qaraydigan bo'lsak, bank xarajati misol uchun taxminan mayli, ani yo'qotib qo'ydi bilan boshqasi bilan 1% hisoblang, misol. Mana 1% hisoblaydigan bo'lsak, u ham 720 ming bo'ladi. Ya'ni biza o'zimizga tadbirkorlar ana boshida yalpi foydani miyasiga qo'yib oladi-da. Yalpi foydani miyasiga qo'yib olgandan keyin mashuncha foyda qildim deydi. Yoki ko'pchilik aytadiki, daftarda buncha foydam bor u deydi, yo Excelda buncha foydam bor u deydi. Lekin cho'mchakda puli yo'q, oylik berish kerak bo'lgan paytda pul topa olmaydi yoki tovar olish kerak bo'lgan paytda pul topa olmaydi va hokazo deyman. Mana shunaqa kichkina detallari, mayli bu yerda hozir hammasini bitta-bitta hisoblaydigan bo'lsak,
Ochig'ini aytaman, mana shu hozir qolib turgan bizda 18 million bo'ladigan bo'lsa, shu yerda o'zida bir taxminan 3 millioni ketib bo'ldi o'shda, masalan 15 million qoldi. Yana boshqa xarajatlarni mana shu tiyinigacha hisoblab chiqadigan bo'lsa, mana shu o'rtacha bir 10 million pul qo'limizda sof foyda qoldi deb aytsak bo'ladi. Bitta case kecha mana ko'rsatib berdim tadbirkorlarga. Bitta loyihada 112 million savdo bo'lgan. 112 million savdo bo'lgan, 65% ustama qo'yilgan. 65% ustama qo'yilgan. U degani 112 million savdo qilingan bo'lsa, 65% ustama bo'lsa, foydam qancha desa, tadbirkorning miyasida o'rtacha misol taxminan 60 million foydam bor deb o'ylaydi. To'g'rimi? 60 million foydam bor ekan deydi. Pul kerakdir, mashina olmoqchidir yo boshqadir, biladi-ku, oyda 60 million foyda qilib qo'ygan. Shappa boradi, mayli deydi 60 million yoki 50 millionni shappa oladi, bitta mashinaga to'lab yubordi, boshqa qildi-da. Mamlaqasiga to'g'ri unit economikani to'g'ri hisoblaydigan bo'lsa, uni foydasi 60 emas, taxminan 20 million chiqqan bo'ladi. U degani u 40 million оборотный pulini yeb qo'ydi yoki undan ham battar, agar realizatsiyaga olgan tovar bo'ladigan bo'lsa, tovar bergan odam pulini yeb qo'ygan bo'ladi. Oxir oqibatda ishlayapti, ushchadi, yig'iladi, qarabsaki, undan qarz, bundan qarz, bundan qarz, o'zi tushunmayapti nima, men buni qarz olib ketganim, biroji foydasi bor. Keyin oxiri nima bo'ladi u? Mashinik bo'ladi. Ya'ni tuppa tuzu odam o'zi anaqaga kirib qoladi. Men nimadan xato qilayotganini ham tushunmaydi-da. Keyin pul bera olmagandan keyin hamma pul so'raydi, boshqa qiladi, oxir oqibatda nima? Ya'ni shu 158 ga qarab ketadi. Ya'ni shunaqa. Shuning uchun hozir mana Mamitga aytayotgan, Fazlin akamga aytayotgan har bitta nuqta virgullar juda ham muhim. Demak, hozir men tushunib olganim, misol uchun va auditoriyamiz doimiy va o'zgaruvchi xarajatlarni bilib oldik. Unit ekonomikani hech bo'lmasa qanaqa hisoblashni bir 50% ni bo'lsa ham tushunib oldik. Endi davomi moliyaviy reja tuzilganda fin model. Ana o'sha fin modelligini tushuntirib berib, yog'iga nima qilishimiz kerak? Qanaqa ishlashingiz kerak desangiz, undan ham zo'r bo'ladi. Zo'r. Mana har bitta mahsulotdan 10 million topyapmiz endi. Mana shu 10 million topayotgan bo'lsak, endi tadbirkorning rejasi bo'lishi kerak-da. Masalan, men necha so'm topmoqchiman bir yilda. Masalan, demak, u 1 milliard topmoqchi bo'lsa agar, demak, u bu mahsulotdan nechta 100 tami? 100 ta sotish kerak bo'ladi. Ya'ni 100 marta aylantirish kerak bo'ladi, deylik. 100 marta aylantirish kerak bo'ladi desak, demak, 100 marta aylantirish uchun unga qancha oborotga pul kerak degan savol tug'iladi endi. 100 marta aylantirish. Mana 1 marta aylantirishga hozir bizga qancha pul? 34 ming chiqdimi? Nimasi? Tan narxi? 34 mingni 34 ming. 34 mingni mana 5 ta tovarga ko'paytirsam 17 million so'm tan narx chiqdi o'zi aslida bunda. Mana shu 17 million endi eng kamida kerak pulda bu. Mana shunda endi men 10 marta aylantirishda, 100 marta aylantirishni qo'shsam 1 milliard 700 pul kerak degani bu hozir. Mana 1 milliard topish uchun u 1 milliard 700 pul aylantirish kerak. Bu hali upakovka yo'q, buni ichida u yo'q, bu yo'qda ularni qo'shsak bundan ham katta bo'lib ketadi. Deylik 3 millionga yaqinlashib qolsa 3 milliardga. Mana shu yerda tadbirkorda savol tug'iladi. Menda 1 milliard topish uchun 3 milliard pulim bormi degan savol tug'iladi. Endi zo'r. 3 milliard pulni qayerdan olib chiqaman degan savolga endi oyma-oy o'sha buni ko'rib chiqqanimizda biz oyma-oy bu foyda tug'yapti-ku bizga. Tug'ib kelyapti. Foydani ichiga tiqsam, reinvestitsiya qilsam yeta olamanmi 3 milliardga? Yeta olmasam qayerdan topaman? Investitsiya tortishim kerakmi? Degan savollar muhim-da bu yerda. Chunki tadbirkor boshlaganda juda optimistik nima plan bilan boshlaydi ishni. Ya'ni u yolvoraman deydi-da boshlaydi. Boshlaydi-da, u o'rtasiga kelib qolganda qaraydiki, u o'ylayotgan foydaga chiqish uchun pul kerak ekan bu yerda hozir. 3 milliard pul kerak ekan. Endi mana 3 milliard pulni u har oy chiqqan foydasidan yig'sa, u 10 yil deganimi yo'qmi-da endi u. Endi investitsiya kerak mana bu yerda. Investitsiya tortayotganda endi hamma mana shu yerda xatolar qiladi. O'zingizga ham ma'lum u. Masalan, noto'g'ri muddatga olib qo'yadi, noto'g'ri va'da berib qo'yadi. Biznes o'zi to'yinish nuqtalari bor, ularni hisobga olmaydi. Ya'ni mana shu fin model, ya'ni moliya modeli nafaqat foydangizni ko'rsatyapti. Bu foydani qilish uchun qancha pul kerakligigacha ko'rsatadi. Endi bundan tashqari fin modelda yana bitta shunaqangi zo'r joyi borki, foyda bor, pul bormi degan narsagacha ko'rsatadi. Ya'ni foyda chiqdi sizda, deylik 10 million foyda qildingiz, lekin o'sha pul bormi degan savol tug'iladi. Yetarli pul bormi? Da, pastda pul yo'q bo'lib qolsa, оборотga pul kerak уже yana investor topish kerak yoki bilmadim, ko'chadan olib kelib qo'yish kerak. Qayerda, uyingizdanmi, qayerdandir. Mana shu joylarni fin model ko'rsatadi. Shuning uchun
tadbirkor albatta har doim nimadir qilishdan oldin hech bo'lmasa unit ekonomikada hech bo'lmasa film model. Endi film model sal moliyachilar qiladigan ish. Bitta moliyachiga borish kerak. $500,000 masalan. Zato necha $100,000 xatolarni oldini olasizda $500 bilan. u yana ham jaydarroq tushuntiradigan bo'lsam, film model bu shundoq ham tadbirkor qiladigan ishi. Faqat tadbirkorlar jarayonni qilib bo'lib, narsalarni olib sotib bo'lib, o'sha balon pastligiga tushib bo'lib, kassaviy uzilishlarga uchrab qolib, pul yetkazolmay, ani aka deb to'g'ri tushuntirib, boshqa qilib yo'q mana shu jarayonlardan 1 yildan o'tib bo'lgandan keyin mana shu hamma qiladigan ishini oldindan reja qilib, xuddi misol uchun mana yoshligimizda har xil stimulyatsiya o'yinlar o'ynardik misolda, to'g'rimi? Yoki misol uchun har xil strategiya o'yinlarni o'ynardik, redadil shunga o'xshagan komandas degan o'yinlar bo'lar, to'g'rimi? Shunaqa o'yinni, to есть savdoni xuddi shu o'yin sifatida oldindan o'ynab olib, shaxmatni doskasida hamma narsani hal qilib olib, boshqa qilib olib, ana undan keyin uje men mana shu ferz bilan bunaqa yursam, ot bilan bunaqa yursam, 10-qadamimda mana bunaqa yurar ekanman, 7-qadamimda peshkamni berib yurar ekanman deb hammasini rejaga tuzib olgandan keyin savdo jangiga kirsa bo'ladi degan narsa film modeli. To'ppa-to'g'ri. Osonroq tushuntiradigan bo'lsak. Xo'p, moliyaviy modelni oddiy misol bitta qanaqadir o'sha tovarda boshqada tushuntiradigan bo'lsak, osonroq o'sha $500, $1000 ga qilmasdan o'zingiz ozgina bo'lsa ham unit ekonomika deganlardagi shu yo'lda qilsangiz bo'ladi. Lekin biznes jihatida bunaqa tovarimda menda 20 ta, 30 ta, 50 ta bor va buni hammasini mana shunaqa оборот qilmoqchiman, lekin qo'limda оборотimda misol uchun $20,000 bor meni degan narsa bilan agar ishlamoqchi bo'lsangiz, unaqada moliyachi bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Mana biz ham Fazliddin aka bilan doimiy maslahat so'raymiz, boshqa qilamiz. Nimagaki hisob-kitob qilgandan keyin har bitta kichkina xatoyimiz bu pul. Конечно. Tadbirkorlik bo'lgandan keyin qoqilsa ham pul, yiqilsa ham pul, hamma narsa pul. Shuning uchun maslahat qilgan yaxshi. Xo'p, endi men o'ylashimcha moliyaviy model degan tushunchani tushunib oldik. Bundan oldingi hisob-kitob qilganimiz bu unit ekonomika edi. Unit degani har bitta dona, unit bu dona, iqtisodi, ekonomika iqtisodi. Ya'ni ingliz tilidan olingan har bitta dona tovaringizni iqtisodi. Birlik iqtisodi. Plus minusi boshqasi. Zo'r. Endi bundan tashqari hali aytdingiz, mana moliyaviy reja qildik, model qildik. Pul yetmayapti. Endi investitsiya tortish kerak. Ko'pchilik aytadiki, "Yo'q, men qarz olishlar, yo bir shunga o'xshagan narsalar to'g'ri kelmaydi, boshqa qiladi" deydi. Boshqa. O'zi investitsiya jalb qilish bu tadbirkorligi bu foydami yoki zararmi? Chunki baribir investitsiya jalb qilganingizdan keyin unga yarasha bir foydangizdan ulush berishingiz kerak yoki boshqa narsa qilish kerak yoki bilmayman, investitsiyani misol uchun nasiya variantlari bor misol. O'zi tegi moliyachilar nima deydi? Investitsiya jalb qilish biznesga plusmi yo minusmi? Shunaqa moliyada bir qonun bor. Inson o'zi umri davomida millioner bo'lishi mumkin-da. Qachonki investor sheriklar bilan ishlasa, milliarder bo'lish ehtimolligi oshadi. Nimaga? Biz bir o'zimiz ko'p narsani qila olmaymiz-da, chunki o'zimizning kapitalimiz bilan juda rivojlanish sekinlashadi. Aslida endi o'zbeklarda biz o'zimizning xalqimizda bir sherikchilik osh tatmas degan bir maqola chiqib ketganda, aslida sherikchilikdan da zo'r narsa yo'q aslida. Lekin uni to'g'ri qilmasligimizning evaziga, mana raqamlar yo'qligiga, shaffof tizim yo'qligiga, moliya yo'q sherik olishadi-da. Sherik ham mana bunaqada, masalan, sherik yo biznes egasiga pul tikadi, yo biznesga pul tikadi. Qaysi biri yaxshi? Biznesga pul tikka yaxshiroq. Mana ko'pchilik aytadi, biznes egasiga pul tiktirish kerak. Bo'lmaydi u. Ya'ni men shersga ishonganim uchun tikmasligim kerak-da. Men raqamlarga ishonganim uchun pul tikishim kerak. To'g'ri. Ya'ni shaxsiy brend temalar oshib ketganligi mana shu temalar sal noto'g'ri yo'lga ketib qolgan. Ya'ni shaxsiy brending qil, senga ishonadi. Bu shaxsiy brend qo'shimcha bir ishonch beradi rostdan, lekin asosiy ko'rsatkich emas. Bu yerda biz shu raqamlarga qarab tavakkal qilmaymiz, tinchgina raqamlarga qaraymiz, shaffof tizimni ko'ramiz, haqiqatda shunaqa foyda qilganmi yoki shunaqa perspektiva bormi? Da, bo'lsa davaychi pul tikaylik degan narsa bo'lish kerak. Investorni tortish ham eng zo'r yo'li shu. Mana kompaniyada moliya bo'lish kerak. U shu paytgacha ishlaganini ko'rsatib bera olish kerak va olayotgan, mana shu yerda qiziq narsa bor. Olayotgan pulini nima qilish kerakligini ko'rsatib berish kerak. Ya'ni bu pul yamaga ketmayapti, uni ko'rsatish kerak-da. Ya'ni yamani olish uchun pul olmayapman. Men o'sish uchun.
Mana shuncha imkoniyatlarim bor, mana bunaqa, mana shunga pul yetmayapti xolos. Hozir buni men bunchasi reklamaga ko'raman, buni tovarga ko'raman, buni buncha ko'raman. Buni kelajakda mana shuncha foydasi bor va sen mana buncha foizini olasan degan narsani ko'rsatib bersangiz, biza mana agentligimizda investorlarga pitch qilish xizmatimiz ham borda, mana klientlar kelsaki, investorga tayyorlaylik biznesni desa, biz tayyorlab beramiz. 4 ta dokument borda. 99% tadbirkor yo'q demaydi. Mana investitsiya qilgan odam yo'q demaydi o'sha. Uni ko'rgandan keyin-da. Chunki hamma savoliga javob bor. Hamma savoliga, любой savoliga mana shu 4 ta hujjatda bizda javob borda. Nima hujjat? Mana birinchisi kompaniya haqida ma'lumot. Hop, yaxshi. Kompaniya bu paytgacha nimalar qilgan, nechta odam ishlaydi, qanaqa sertifikat litsenziyalari bor, kompaniya haqidagi, qanchadan beri ishlaydi, hamma narsasi, brendi, hamma narsasi ketadi. Xo'p, bu nimaga kerak? Bu o'zi bu kompaniya qanaqa kompaniya, nimalari bor degan savol bo'lsa, investor mana Tarjima yo'qoli. Da, tarjima. Ikkinchisi, kompaniya shu paytgacha nima ishlar qilgan? Raqamlarda. Qancha sotgan, qancha xarajatdan, qancha foyda ko'rgan, ro'y qancha bo'lgan, tikilgan pulga nisbatan qancha foyda beradi bu biznes. Kamida 3 yillik, agar ishlagan bo'lsa, masalan 1 yillik, 6 oylik, qancha ishlagan bo'lsa. Bu nima savolga javob beradi? O'zi bu biznes foydalimi degan savolga javob beradi. Pul tiksam nima qila olaman degan savolga javob beradi. Uchinchi asosiy ko'rsatadigan narsamiz o'sha pulni nimaga ishlatilishini ko'rsatish. Olayotgan pulimni men ko'rsatdim, bu biznesga pul tiksa bo'lar ekan, tegi bor ekan. Endi pul tikmoqchiman. Xo'p, nimaga qilmoqchisizlar buni desa, bo'ldi. Mana buncha qismi marketingga, mana buncha qismi tovarga tikamiz, mana buncha komandaga, mana buncha ITga tikamiz, ketdi. Tegini berish kerak. Ani Yaman yopmoqchiman emas. Bo'ldi. Bu narsani ko'rsatganingizdan keyin 4-chisida chiqish strategiyasini ko'rsatish kerak. Ya'ni tadbirkor sizga investitsiya qilgan investor 1 yilga qilgan bo'lsa, 1 yildan keyin nima bo'ladi? Qanaqa chiqib ketadi u? Pulini qanchada yechib oladi? Oyma-oy foydani qanaqa yechadi? Ya'ni unga umuman riskiga savol qolmasligi kerak. Agar shu 3 ta prezentatsiyani ko'rsatsak, любой savolga javob bor. Tiksam nima olaman desam, mana ro'ylar. O'tganda kelajak bu. Pulingizga nima, men pulga nima qilsam, mana. O'zi bu qanaqa kompaniya? Mana. Da ketmoqchiman, nima bo'ladi 1 yildan keyin yoki qayta ishlamoqchi bo'lsam-chi? Qaytadan shartnoma tuzamiz. Hammasi bor. 99% investor Shartnomangizda anaqa sizlar shartnoma tuzib berasizlar, to'g'rimi? Yo'q. Shablon. Shablon qilishimiz mumkin, lekin ana pitchni 4 ta nimani biz qilib beramiz. Endi mana bu yerda chiqish strategiyasi degan paytda cheklovlar ham bo'lsa kerak. Misol uchun u chiqish strategiyasida yoziladi-yu, investor qaysi davrda ishlash kerak. Misol uchun 3 oydan keyin chiqib ketaman desa, Shunaqa. 1 oydan keyin chiqib ketaman desa nima bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Demak, o'sha shartnoma tuzganda ham mana bu joylarga e'tibor berishingiz kerak. Misol mana biz ham investitsiya jalb qilamiz, shu paytgacha $1,5 million ko'p investitsiya imенно mana shu uzumdagi savdoga jalb qilib ishlab kelyapmiz hozirgi paytda va shartnomamizda o'sha hamma mayda-chuyda punktlargacha yozilgan. Endi hattoki o'lib qolsa nima qilamiz misol uchun. Hattoki uni merosxo'ri kiradigan bo'lsa, misol nima huquqi bor, nima huquqi yo'q. Investor misol uchun qancha vaqtda chiqib ketishga haqqi yo'q misol yoki boshqa degan payt chiqib ketolmaydi. O'sha hamma mayda-chuydasiga e'tibor berib, u nima deydi, hayotiy reja deb aytsa ham bo'ladi, o'sha davrga-da misol. Investor bilan agar misol 1 yil ishlamoqchi bo'lsangiz, biz o'z investorlar bilan 2 yil davomida ishlaymiz degan reja bilan kiramiz. Investor shunga rozi bo'lsa kiriladi, chunki bu davomiylik biznesda. Misol ayoldan pul tikdingiz, anaqadan yog' olib keldi, bir konteyner olib kelib sotib yubordi, pulini yechib oldi degan biznes emas-da. Bu boqib o'stirib boruvchi bizneslardan biri misol. Shunaqa mayda-chuydasiga maslahat berasizlar. Конечно. Xudo xolasa. Mana bizani juda ko'p o'sha marketplace savdo qiladigan tadbirkorlar ko'radi, oddiy tadbirkorlar ham juda ham ko'radi yoki elektron tijoratga kirmoqchi bo'lgan tadbirkorlar ham juda ko'p ko'radi. Mabodo men hozir ishlayapman, обороtim yaxshi. Yaxshi deganda qanaqa? Yaxshi natijalar ko'rsatyapman, investor jalb qilish ehtiyojim bor deydigan bo'lsa, unga maslahat berasizlar. Xudo xolasa. Zo'r. Biz pastda havolalarni va raqamlarni fazladan qoldiramiz, boshqa qilamiz, Gekto kompaniya ekaniga kimdirga qanaqadir moliya jihatdan yoki mana shu investorlar yoki boshqa narsada maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri maslahat olsanglar bo'ladi. Tavsiya beraman. Biz shaxsan kompaniyamiz bilan mana hozir Proecom Ekotizim
kompaniyamizni hamma loyihalari bo'yicha hozir Gekto kompaniyasiga berib shulardan konsalting olyapmiz. Bizani moliyamizni ham tizimlashtirib berishga hozir Fazlin akani kompaniyalari bizga tizim qo'yib berishyapti. O'zi bundan oldin moliya bilan shug'ullanardi. Moliyaviy o'zimizni rejalar boshqa hamma misol qilayotgan tizimimiz bor edi. Lekin shunda ham qanaqadir davr o'tgandan keyin eskaradi hamma narsa. Yengillash kerak va hokazo. Bizni joyimizda turadigan bo'lsak, orqaga qarab ketgan bo'lamiz. Shuning uchun mutaxassislardan doimiy maslahat olamiz. Shuning uchun tavsiya beraman, bu chin ko'ngildan. Xo'p, bizani shu joyda aytib qo'yaylik. Bizning nomimizdan keladigan bo'lsa, qanday chegirma bo'ladimi? Albatta. Shu kapatkasi ko'raman deb ko'rdik desa, o'sha boyagi skidlardan qilib beramiz. Kalit so'z bitta aytib ketaylik. Mana shu so'z bilan bosh kerak oldimga deb qo'ying bo'ldi. Proikom deb kelsa bo'ldi. Kalit proikom. Bo'ldi, aniqlik kerak-da. Proikom deb boradigan bo'lsam, odamlar savol tug'iladi, necha foiz chegirma qilib berishar ekan deb. Konsalting maslahat bergan. Konsaltingga o'zi maksimum 5% gacha kelgan odamga beramiz. Alohida mana nimalar uchun 10% berib qo'yganmiz marketing jamoamizga. O'sha 10% proikom jamoasidan kelsa, proikom deb kelsa, o'sha promo kod deymiz. 10% gacha beramiz. Proikom promo kodi bilan boradigan bo'lsangiz, Fazlin aka konsalting maslahat berishga boshlagan 10% chegirma qilib beradi, xudo xolasa. Ana ustozimiz Hasan akamlar Mamasaidov ana bitta gap aytganlar-da. Kelganda aytmasang, ketaman deganda kelmaydi. Shu joyda mixlab qo'yish kerak-da. 5 shop qo'y. Xo'p, demak, davom etamiz. Fazlin aka, savol. Investitsiya to'g'risida gaplashdik. O'zi investitsiyani mana hozir jalb qildik deylik. Jalb qildik. Foydami, zararmi? Ana biznesga. Misol hozir ko'ryapmizki, agar o'sha jalb qiladigan bo'lsak, foydasi katta. Lekin menga mana hozir shu 4 ta dona anaqani sizlar qilib bergan narsani ko'rib chiqdi. Yoki o'zim hozir оборотimda $1000-2000 pulim bor. Men ishlashni boshladim. Ishlayapman, o'zimdagi o'sha stakan sotdim, boshqa qilyapman. Kichkinagan оборотcham bor. Menga qanaqa qilib siz qilib berganingiz bilan mana bunaqa kompaniyaga 4 ta hujjatini boshqasini qilib bergan investor qanaqa qilib menga ishonadi? Men misol uchun hozirgi sizni oldingizga borgunimcha nima ish qilib turishim kerak degan savol tug'iladi-da. Uy vazifasi degandek. Uy vazifasi misol uchun oldingizga borgan bilan 3 kun ichida bo'lib qolmaydi-yu. Bu qanaqadir muddati bo'lishi kerak, davri bo'lishi kerak. Shunga nimalarga tayyorlantirishim kerak? Men ertaga investitsiya jalb qilganda o'sha odamlar menga ishonish uchun. Bu yerda birinchi asosiy ko'rsatkich data, shu raqamlarni yig'ib yurish kerak doimiy. Mayli Excelda bo'lmasin, qog'ozda bo'lsa ham yig'ib borish kerak. O'zi bizni mana investorlarga pitch qilishdan oldin, pitch degani o'sha ularga ko'rsatib berish biznesni. Biznesni ko'rsatish uchun biz ham filtr qilamiz. Masalan, men o'zim ishonmagan biznesga investor topib bera olmayman. Ya'ni men o'zim unda perspektiva ko'rsam, ya'ni u birinchi menga sota olish kerak biznesimizni aslida. Sota olsa, men keyin unga mana bu 4 ta dokument yasab investorga pitch qilib bera olaman-da. Men investor hozir siz gapingiz bo'yicha, tushunishim bo'yicha sizlar o'zingizlarmi investor topib berasizlar? Yo'q. Ular investor topadi. Men u bilan u investor o'rtasiga tushish uchun filtr qilaman uni. Chunki advokat sifatida siz uni chunki meni u yerda yuzim bor, kompaniyani brendi bor. Men xohlagan odamga investor nima qilib bera olmayman-da. Chunki men bitta baribir raqamlarni ko'rganda kelib chiqadi. Men vaqtim ketkazganim qoladi. Baribir qilmayman-da uni. Shuning uchun boshida u shu raqamlarni hech bo'lmasa yig'ib yurgan bo'lsa va perspektivni qanaqadir bir kelajakni ko'rib, nimalarni qilish imkoniyatlarini olib kelsa, kuchlarini ko'rsatsa, biz unga bir ssenariylar qilib, biz ham ko'rsak-ku, yo'qda bir nima bor rostdan. Masalan, любой investor aka oyiga 2-3% dan kam keladigan joyga qiziq emas-da, dollarda. Masalan, menga ham qiziq emas, sizga ham qiziq emas-da. 2% chiqmasa dollarda kelish kerak-da oyiga, qanaqadir pul tiksangiz. Undan kamiga nima qiladi u shaqir-shuqur ishlatibdi? Yiliga o'rtacha 20% deng. Shunaqa. To'g'rimi? O'rtacha 20%. Tikkan puliga nisbatan 20% foyda oladigan bo'lsa qiziq, eng kamida. Undan kam bo'ladigan bo'lsa, lutchi men ayoda 4 ta mashina olib ko'chaga chiqarib qo'yganim yaxshi. Mol boqib qo'ygan yaxshi, masalan. Anaqalar, to'g'ri. Ya'ni investor jalb qilishdan oldin sizga investor jalb qilganda raqobatchi biznes nima degan savol berish kerak. To'g'rimi? Meni biznesimga tikkandan ko'ra u odam boshqa biznesga tiksa qancha pul topadi degan savolni berib, shundan kelib chiqqan holda men yaxshiroq taklif bera oladigan bo'lsam, demak, meni eshitadi. Xo'p, endi qarang, yana prям o'sha case'ni o'ziga tushaylik. Shu investor jalb qilishga.
Men misol uchun tadbirkorman. Hozir stakan sotyapman misol. Hozirgi raqamimizdan kelib chiqqan holda stakan sotyapman. Men misol mana shu stakandan oyiga 500 dona sotyapman. Mana 500 dona sotyapman. Demak, обороtimda hali aytganimizdek bizda qancha pulimiz bor? Tak 36 million pulim bor ekan. Demak, zeta 36 million ana yo'q bilan boshqasi bilan menda bir 3000 dollar, 4000 dollar обороtimda pul bor ekan deylik misoldan qarang. 4000 dollar aylantiryapman. 4000 dollar aylantiryapman, stakan sotyapman. Stakan sotayotgan bo'ladigan bo'lsam, men misol savdo qilyapman. Tak bizda haligi savdo 6000 dollar bo'ladi. 6000 dollar bo'ladimi? Xo'p, 72 million 72 mingdan bo'lsa, demak men 6000 dollar. 6000 dollar oyiga savdo qilyapman. Xo'p, 6000 dollar savdo qilayotgan bo'lsam, har bitta sotganimdan men уже 3 dollar qoladi. shundan bitta оборот qilganimda qo'limga 10 million sof foyda tegyapti. Shuni hisoblab 1000 chiqardim, dollar to'g'rimi? deylik, mayli. 1000 dollar. Demak, 1000 dollar foyda qilyapman. 1000 dollar foyda toza foyda, sof foyda. Shunday. Hop, sof foyda bo'ladigan bo'lsa, foizda bu bo'ladi 25. 25%, to'g'rimi? Da. Zo'r biznes bu. Hop. Mana shunaqa qilib turma oldingizga bordim. Azminaga men mana shunaqa endi 1000 dollarcha ishlayapman. Endi sizni oldingizga keldim, bilmayman endi 1000 dollar qanchalik anaqa investor tortsam, eshitamikin meni deb borsam. Misol. Bitta оборотda bu. Endi menimcha nima savolingiz bo'ladi menga? Bu yerdagi birinchi savol o'zi biz bir yilda maksimum nechta sota olishimiz. Ha, zo'r. Ya'ni kengayib nechta sota olamiz. Chunki qiziq emas. 25% bo'lgani bilan 1000 dollar, 4000 dollarlik biznesda bu investorga qiziq emas. Investorga 10 ming, 100 ming, 20 ming dollarlik biznes оборот qiziq. Investor chaqirganga yarashadi. Shuning uchun bir yilda biz qancha оборот qila olamiz degan narsaga mana maksimal qancha ko'ryapsan bir yilda. Demak, bizni abarachimiz degan, ya'ni o'zbekcha aylanuvchanlikka so'rashingiz kerak bo'ladi. Bu biza 500 dona sotishimiz hozir bir oydami, bir haftadami, yo bir yildami misol. Bir yilda bo'lsa hech qiziq bo'lmaydi. Xo'p, bir oyda bo'ladigan bo'lsa, bir oyga 25% marja tashlab berayotgan bo'lsa, ancha qiziq biznes bo'lsa kerak. Qiziq. To'g'rimi? Faqat ko'paytirish kerak. Buni misol 12 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz, 12 da уже нормальный foiz tug'ilgan bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p. Demak, bir oylik оборот. Bir oy. Bir oylik оборотimiz bo'pti, misol. Endi bir oylik оборотimiz bo'ladigan bo'lsa, buni yana 500 ta emas, o'zi hali savolingiz nechta sota olamiz? Men aytsam, lekin 500 tadan ko'p bozor уже to'yingan, konkurentlarim bor. Umumiy olib qaraydigan bo'lsa, bir oyda o'zi 2000 dona ketyapti. 2000 dona ketayotgan bo'lsa, bozorda misol uchun 25% ulushchi men sotyapman misol. Demak, ulush. 25% ulush. Tushundim. O'zi 25% ulush sotayotgan bo'lsa, menimcha zo'r bo'lsa kerak. Endi yana nima savol bo'ladi? 25% ulushni oshira olamizmi-da bu yerda? Ya'ni ulushni oshirish imkoniyati bormi? Ya'ni bozor уже to'yingan demak. Demak, hamma o'yinchilar bildik, уже hammasini bozorda to'yinishini bildik, nechta dona ketishini. 25% oshirish nimaga? Chunki men hozir bir oyda 1000 dollar foyda uchun pul tortyapman-da. Bu investorga qiziq bo'lmaydi. Men mana bu 500 ni haftasiga 500 ga tushirishim imkoniyatini topishim kerak. Bunda men shunda oyda 4000 ta 2000 ta sota olaman-da. Mana shu yo'llari bormi degan narsani so'raymiz endi ulardan. Agar unga yo'l topib bera olsa, ya'ni men manimcha marketingga tikaman, ulushimni oshiraman masalan, sotuvchilarimga tikaman, sotuvni oshiraman. Men shuni ko'rsatib bera olsa, keyin investor tortsak bo'ladi. Xo'p, endi qarang. Investorga aynan mana shu stakandan bizni 500 ta emas, 1000 ta, 2000 ta sotish qiziq bo'ladimi? Yoki shu tarzda abarachimizni, ya'ni aylanish tezligini shu holatda qoldirib, umumiy pulimizni вообще mana shu sohaga tiqib turib, uzumga tikib turib, aylantirishimiz qiziqroq bo'ladimi? Ya'ni stakan emas, siz bayroq yoki ruchka yoki boshqa narsa ham sota olasizmi? Sota olinglar. Demak, marjinalingiz qanaqa bo'ladi? Bitta aylantirishda 25%, misol 30% marjinalingiz bor. Zo'r. Demak, hozir siz shu holatda savdo qiladigan bo'lsangiz, yana o'zi bozorda qancha savdo bor desa, mana uzumda bir oyda hozir 600 milliard savdo bo'lyapti misol. Demak, 600 milliardning ichidan siz qancha savdosini ola olasiz desa, men endi agar pul bo'ladigan bo'lsa, misol uchun
hozir mana 3 milliard, 4 milliard, 5 milliard pulni misol uchun savdosini qilishga potensialimiz yetadi, misol. Chunki tovarni xili ko'p, qo'limizda analitika bor. Analitika orqali biz bundoq qilib turib, shamol o'ng tarafdan kelyaptimi, chap tomondan kelyapti deb o'tirmaymiz. Xuddi offlayndagi bozorda borib turib Xitoyga taxminan mana ketsa kerak, mana zo'r bo'lsa kerak, mana ko'yning menga shunaqa yoqib turibdiki, menimcha ves O'zbekistonga yoqsa kerak degan fikrda bo'lmaymiz-da. Raqamdan kelib chiqqan holda oldingi yilga, undan oldingi yilga, 23-yillikni hamma statistikalarni olib turib, solishtirib boshqa qilib, bilamizki, masharuchkadan olib kelsak, bozorda avgust oyida 10 ming dona sota olayotganman degan narsani chiqarib olamiz. Shunaqa ma'lumot bilan oldingizga boradigan bo'lsam, shunda menimcha uni eshitib ko'rsangiz kerak. Xo'p. Buni qila olamanmi, qila olmaymanmi deydigan bo'lsa, stakan misolida siz raqamlarni ko'tarib turib, qani o'zi nima masofani bosib o'tding, nima qilding, bu yerda nima instrument qo'llading, bu yerda nima bunaqa qilding, nimaga buni 500 ta emas, misol 400 ta qilmading yoki 800 ta qilmading degan savollarni bersangiz kerak. Shunda bitta baribir ko'rib chiqamiz, eski davrni ko'rib chiqamiz, ko'ramiz. O'sha boya aytganimdek, o'zim ishonsam, o'sha keyin pitch tayyorlab, bemalol investorga tayyorlab ko'rsatsak bo'ladi. Shunaqa zo'r. Men o'zim ham shu yo'lda tutaman va ko'pchilik ham shuni maslahat beramanki, savdo farqi yo'q. Ya'ni siz bir oyda $1000 savdo qilyapsizmi, $10,000 savdo qilyapsizmi, siz uni o'sish dinamikasini ko'rsatib berish, ya'ni qancha vaqtda qanchaga o'stiryapsiz va qanaqa foyda bilan o'stiryapsiz. Foyda bilan. Bu bozor o'zi qancha hajmi. Mashina hajmidan siz men quvonman, lekin qo'limda ozgina kislorod bo'lganda, pul kislorodda, qon aytganingizdek. Shu agar organizmda qonim ko'proq bo'lganda, men buni mamlaqa qila olardim degan narsa bilan borsam, hali undan keyin sizga qiziq bo'lsa kerak. Shunday. U degani, men qo'limda $1000 bor, lekin ana $100,000 odamni jalb qila olamsa, qila olasiz. Ishonch boshqa, kerak bo'lsa ochig'i shu tikayotgan odamni yuridik shaxsida ishlang. Mol ham, pul ham uniki bo'lsin. Siz xizmat ko'rsating, to'g'rimi? Daveriya bor-da, baribir ham o'zida turadi. Har bitta investor birinchi o'rinda foyda emas, birinchi o'rinda pulini yo'qotib qo'ymaslikni o'ylaydi. Riskni o'ylaydi. Yo'qotib qo'ymaslikni hamma e'tirozlar yopilgan bo'lsa, undan keyin o'sha foydani o'ylaydi. O'shaning uchun ham chet el investorlar bizga qiyin kirishi. Hozir o'zbek tadbirkorida yo'q-da raqam. Qo'pol qaytganda biz hali mahalliy investorlarga ham biror nima ko'rsata olmayapmiz. Endi chet el investorlar juda nima kapriz bo'ladi-da ular. Ular nima so'rashni biladi-da. Mana bunaqa upakovka qilib ko'rsata olmayapti-da ko'pchilik. Shuning uchun chet elga qiziq emas. Aslida bozorimiz kichkina bo'lgani bilan bozor marjasi zo'r bozorda biz O'zbekiston. O'zi o'shanga ham bizga Xitoy ham boshqa ham hamma kirib kelyapti-da. Aslida bundan ham ko'p odam olib kirsak bo'ladi. Aslida valyutani zo'r olib kirsak bo'ladi. Lekin muammo mana hech kim molini yuritmayotganda-da. O'zim qilaman deyapti, keyin shu tanishlariga o'zini yuzi bilan pul tiktiryapti, keyin oshxonachilik yopilib ketdi shu bilan. Tamom, mana shunaqa bo'lyapti. Munosabat buzilgan, shunaqa. Kimdir qamalgan, boshqa bo'lgan, Xudo ko'rsatmasin. Xo'p, demak, o'zi tegi o'sha investor ham o'zi raqamlardan xabardor bo'lishi kerak. Raqamlarni qanaqa olib borishni bilish kerak. Lekin misol tadbirkorimiz hozirgi o'sha aytayotgan bo'lsak, 95% odam tadbirkor odam O'zbekistonda moliyani yurg'ishcha bilmaydi misol. Yoki yurg'ishda emas, moliya anaqa bilan ustama bilan marjani farqiga bormaydi. Investor Hoji akamiz misol, ular ham taqir-tuqir qilib o'sha 2000-yil, 2010-yillarda o'qilib, bu qilib, altdan 5-10 ta katta yerlarni olib qo'yganlar, boshqa bo'lgan. Endi ko'rdingiz-ku, tasodifiy odam misol millioner yoki milliarderga aylangan holatlar ham bor misol. Endi Alloh bergan barakasi bilan albatta. Lekin ular raqam degan narsaga yaqinlashmaganlar misol. Duo qilib, boshqa qilib, yo'q mana shu bilan misol hozir bir 5-10 ta bino qilib qo'yganlar. O'zlar raqamdan xabarlari yo'q. Ularga bu raqamlar ko'tarib boradigan bo'lsak, qiziq bo'ladimi o'zi? Ularga? Xo'p, eski tadbirkorlar bor. Mana eski tadbirkorlar deymiz endi ularni. Ular xato qilsa ham marja baland bo'lganiga o'tib ketaverganda, hamma narsa любой narsa o'xshaverganda. Chunki Galoba aka ham bo'lgan. Xato qilsa ham kechirib ketavergan. Chunki marja ustiga 100% kerak. Optimda birga bir qo'yilgan. Shunaqa birga bir qo'yib sotishganda masalan. Ular hozir bizda shunaqa narsa bo'ladi, mana tog'larga, safarlarga chaqirishadi, shu eski tadbirkorlardan bo'lib qoladi-da.
Fazliddin deydi, ukam deydi, vajdan ukam deydi. Ha desam, biz moliyani vashya qilmaganmiz, lekin mana bunaqa deydi. Men aytaman, uzoq 5 yildan keyin gaplashasizlar deyman-da. Ya'ni tadbirkor o'sha miniyada qolib ketsa, o'zgarmasa agar, u bor joyini ham yo'qotadi. Yaqinda mana eski boylar deymiz-ku. Nimaga? Chunki raqamga qaramagan, o'sha analitika qilmagan va data bazasi yo'q odam, o'sha data bazasi bor va raqamga qaraydiganlar uni chiqarib yuboradi bozordan. Siz qanaqa hojaka bo'lmang, qanaqa zo'rboy bo'lmang, baribir ertaga chiqib ketasiz bozordan. Nimaga? Chunki juda jadal rivojlanyapmiz, juda jadal. Mana endi moliyachilar davri keldi. Mana endi moliyaga qaramasak, уже qiynalamiz-da. Mana oldin mana o'zimiz mana ustozlar ham, boshqalar ham aytadi-da, hozircha Fazliddin ana moliyaga nima qilmay turamiz. Chunki hozir sotuvni qilsak bo'ldi dedilar-da. Va hozir уже marja etabiga kelib qoldik mana. Yo'q deydi, hozir endi moliyachisiz iloji yo'q deydi. Kompaniyada moliyachi bo'lmasa qanaqa deydi-da masalan. Chunki marja tushib ketayotgan davrda faqatgina sizni moliyachi qutqara oladi-da. Bu yerda sizni holatni ko'rsatib, nima bo'ladi, nima qilamiz bu yoqqa degan narsada faqat shu ishimiz shu bo'ladi. Moliyachi bilan ishlash. O'zi hali aytganingizdek, foyda juda ham katta bo'lgan paytda haqiqatdan bundoq olib qarasa, yutqizib qo'yishsa ham, minusga qarab ketgan joyi bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, ana qo'pol qilib ketgan chivin chaqqandek bo'lmasdi. Chunki foyda mana bunda. O'tib ketavergan boshqa bo'lgan. Endi hammamiz misol yuraverganmiz. Biz o'zimiz ham 2000 taxminan shu 15-yilgacha ham ani boshimizda ham korona bor edi. Bizga yetadigan tadbirkor yo'q edi. Misol 1 million, 2 million dollar aylantiramiz. Shu narsagacha ham erishib oldik-ku, u qildik-ku, bu qildik-ku degan anaqamiz bo'lardi. Noto'g'ri pozitsiyamiz bo'lardi. Keyin uni tushunib yetdik. Keyin bundoq moliyalarni boshqasini tushunganimizdan keyin haqiqatdan tadbirkorlikni qanaqa qilishganini ilm olishni ketidan yurganimizdan keyin orqaga qarasak, voy bo deymiz. Misol, oddiy misol, men o'zim tekstil ishlayman. 15 yildan beri misol tekstil qilganman, boshqa qilganman. Xitoydan B2B materiallarni optim olib kelib, optim fabrikalarga, boshqa joylarga sotilardi, misol. Va anaqaga chiqqan paytda bu kim bizga keladigan bo'lsa, bizni g'urur bilan omborxonamizni ko'rsatardi. Misol, mana omborxonamizni tonna shundoq materiallar turibdi, boshqa qilibdi, yo'q qiyotirib g'urur bilan ko'rsatadi. Ya'ni shuncha molimiz bor derdik. Lekin hozirgi ko'z bilan qaraydigan bo'lsam, men muzey ko'rsatgan ekanman. Shunday. Ya'ni, muzey ko'rsatgan ekan. Muzlayotgan pullarimizni ko'rsatgan ekanmiz-da. U janvar aylanmayapti-yu. U janvar qishda olib kelingan narsamiz keyingi yil qishda sotiladi-yu, misolda. Ya'ni hozir shunaqa o'ylayman, oho, oldin shu bilimlarni bilganimda nima qilgan bo'lardi deymiz, misol. Shuni ketidan o'qishga, boshqaga anaqa 1 yilda 20 ming dollardan ko'p o'qishga ishlataman, misol. Oldingi yil mana 25-yilda 20 500 dollar ishlatdim, misol. Har xil o'qishlarga. Tadbirkorlarimiz ham hozir nimaga o'zi mana qarang. Ustozlarimiz misol bor, Alisher aka Sayev bor, Ibrohim aka Gulam bor, Hasan aka, Husan aka, Mamad Saidov bilan boshqa bor. O'zbekistonda biznes ta'lim ship ketyapti, ko'payyapti. Ko'paysa, tadbirkorlar borgan sari o'zini bilimiga tikishga pul ayashmayapti. To'g'rimi? Nimaga? Chunki oldin hali aytganimizdek marja namunda bo'lavergan, katta bo'lgan, boshqa bo'lgan, sezilmagan. Hozir har tomonlama siqilyapti. Marjalar pastga qarab ketyapti, nolga qarab ketyapti. Dunyodan boshqa raqobatchi Xitoyliklar kirib kelyapti, unis kirib kelyapti, Rossiyaliklar kirib kelyapti. Qarabsizki, bizning qora ko'zimiz anu daftar, kitob bilan boshqa bilan hech nima qila olmaydigan bo'lib qoldi. Shunday. Bizning ham boshimizda shu kaltga bir paytda singan. Shuning uchun tipirchilar qani qayerga ekan yechimi deyapti. Harakat qilib qanaqadir o'qigani, misol uchun, yoki o'qigan, o'zini harakatini to'xtamayotgan odam dalshi ketyapti. Hech bo'lmasa biznes saqlab qo'yapti. Qolgan odam nima qilyapti? Voy, o'ldi savdo, bozorda savdo yo'q, u yo'q, bu yo'q. Savdo yo'q emas. Odamlar og'zini tikib qo'ymagan, oshqozon tikib qo'ymagan. O'sha savdo undan ham oshib yotibdi. Lekin savdo planshetkalari boshqa joyga o'tyapti. Shunday. Misol mana onlaynga. Vaqt o'zgaryapti. Onlaynga o'tdi. Mana Zoom kirib keldi. Zoom kirib kelgan paytda ko'pchilik ishonmas edi. Shu odamlar bizadagi shahar, qishloqdagilar, boshqadagilar o'tdi-bo'tdilar, onlayn nimadir xarid qiladi deb. Hozir qishloqda o'tirgan onaxona o'tirib olib onlayn yoza kasb qilyaptilar, misolda. Ya'ni odamlarning odatini o'zgartirishyapti. Shuning uchun ham zamon o'zgaryapti, lokatsiyalar o'zgaryapti, boshqa bo'lyapti.
joyida qolib turadigan bo'lsak, u turamiz. Shunday. Mayli shu paytgacha balkim agar siz nimadir qilib qo'ygan bo'lsangiz, ayoqdan 5-10 ta misol uchun dom olib qo'ydingiz, tam kommersiya недвижимость olib qo'ydingiz bor, oyiga sizga O'zbekiston holatida $5000 kelib turgan bo'lsa, zo'r. Unda qancha olib ish kerak misolda. Lekin hali siz yotib ishlasangiz ishlamasangiz $5000 topmayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, passiv daromadda unaqada uyg'onish kerak. Ertaga oddiy tirikchilikni ham qila olmay qolamiz. Shunday. Shunaqa. Shuning uchun yana bitta shu yerda endi ko'rib chiqdik juda ko'p narsani. O'zi menimcha hozir bizni moliya bo'yicha katta dars ham o'tib o'rdik deb aytsak bo'ladi. Shunday. Bitta oddiy savol qolib ketdi-da. Marja nima, ustama nima? Ha. Mana aytaylik, hamma aytadiki, mol olib keldim. Ustiga misol uchun o'sha 10% qo'ydim, sotdim. Bo'ldi, demak, menda 10% foydam bor deb marjinalnisini 10% deyiladi misolda. Mana to'g'rimikan, noto'g'rimikan? Mana shu yerda tadbirkor adashadi ozgina. Buni ham shu misolda bitta tushuntirsakda, masalan, bitta tovar o'rtacha sizga shu kelib tushishi, boshqalar bilan deylik 1 million so'mga kelib tushsa, 1 million so'mga. Tadbirkor buni ustiga qo'ygan ustamasini eslab qoladi. Ya'ni masalan aytadi 40% qo'yaman deydi. 40% qo'yaman, 1 million 400 ming so'mga sotamiz deydi. Zo'r. 1 million 400 ming so'mga sotamiz deydi. Bu yerda hozir har bitta tovardan shunday 400 ming so'm foyda qilyapti degani bu. Yalpi foyda hali. 400 ming so'm foyda qilyapti degani. Nima qiladi tadbirkor? Sotadi. Pul kerak bo'lib qoldi menga. Misol, bilmayman, 1 million 400 ming savdo qildim bugun, to'g'rimi? 1 million 400 savdo qildim, bugun gapim bor misol. Gapim bor, cho'mchakda pul yo'q. Unda qaradim 40% foyda qilyapman deyapti-da. Shappa kassaga qo'lni tiqib turib, misol, o'sha 40 kichik bo'lsa foydamni olib ketay, qolgan realizatsiyaga olganman tovarni misol. Realizatsiyaga olganman deyapman, bunday qilyapman. 1 million 400 mingni misol uchun 40% qancha bo'ladi? 500 ming. 560 ming, to'g'rimi? Bo'ldi. 400 ming foyda qilyapti. Demak 560 ming pulni oldim. O'zimni foydamni olyapman, vaznaga. Kim yo'q deydi. To'g'rimi? 560 ming olman. Bo'ldi, oldim, ketdim. Prinsipimni olib qarasa bitta choyxona yoki restoranga yetadi. 560 mingni borib ishlatdim. Shu bilan oyma-oy ketayotibdi. Har safar o'zimni faqat men nima deydi, halollik yo'li bilan faqat o'zim foydamni olib ketyapman. Hech kimni aldash niyatim yo'q. 560 mingni har kuni olib ketyapman. Keyin nima bo'ladi? Keyin siz hozir 400 ming foyda qilayotgandingiz-ku o'zi. 560 ming olib ketib qoldingiz-ku. Zararga kirdingiz-da, hozir oborot dedingiz. Muammo nimada? Kichkina zararga kirganingizga oborotda sezilmaydi boshida. Sezilmaydi. Mana choyxonalar xarajatlar ko'payadi-ku. Mana 6 oydan keyin sherstaga keladilar oldimga. Fazlidan cho'ta savdo yaxshi. Hamma narsa zo'r. Lekin nimagadir pul yo'q, qarz oshib ketyapti borgan sari deydi. Mol bilan ta'minlab berayotgan odamlarga pul qilib bera olmayman. Pul qani? Pul yo'q bo'ladi. Bu birinchi ssenariy. Endi bu masalan mayda-mayda olish masalan. Ikkinchi ssenariy qanaqa bo'ladi? Tadbirkor yaxshi sotadi boshida, keyin ketmay qoladi deylik. Sezon tugab ketmay qoladi. Shunda konkurentiga qaraydi. Konkurenti deylik 25% skidka beryapti hozir shu tovarga. 25% skidka beryapti. Ya'ni 1 million 400 ming so'm bo'lsa, savdosi demak 25% qancha bo'ladi? 350 ming so'm arzonga beryapti. 1 million 50 ming so'mga beryapti ko'chaga. Skidka qildik deb sotyapti. Bu bunda qaraydi, esidagi 40% qo'ygani. Deydi, "Давайте bo'shatamiz" deydi, skladda deydi. Biz 30% berib yuboramiz. Nimaga? Men 5% foydaga ham roziman, 35% beraman. Ha, u kerak bo'lsa 35% berib yuboramiz deylik. Aslida skidka sotuv narxidan beriladi-da. Mana 1 million 400 ming so'mdan skidka berishingiz kerak siz hozir. Undan ham battari. Uzr, gapingiz bo'ldi. Undan ham battari. Mana uzumda haqiqatan O'zbekistonda yetiladi, ya'ni maymun biznesi. Undan battarda. Misol uchun xuddi siz aytganingizdek hozir misol uchun sotilyapti. Qanaqadir tovar olib keldi, sotdi, u qildi, bu qildi-da. Uje konkurentlari churib boryapti, demping qilyapti. Demping degani narxi bir-biridan tushirish, sindirish, boshqa qilish. Churyapti-da, oxiri joniga tegyapti. O'zining narxidan tozalab yuborlaring deyapti. Shunday. Miyada 40% qo'ygandi. Bo'ldi. Sotilish narxidan 40% ayirlaring-da, sotib yuborlaring. Shunday. Investordan pul olganmiz. Investor pulni qaytarib berishingiz kerak. Misol, bo'ldi 40% ni minus qillaring, sotib tashlaring. Oxir oqibat nima bo'ldi? 840 ming so'mdan sotishga to'g'ri keladi. O'zi bizga 1 millionga tushuvdi u. Har bitta tovardan 160 ming so'm zarar ko'ryapti-da hozir. Sezmaydi u. Investordan 50 ming dollar olib qo'ygan. Ha, sezmaydi. Uchinchi yomon taraf investor tortishmashi biznesga hozir. Mana tadbirkor natsenka bilan marjani farqini bilmaydi-da.
ustiga qo'yganidan skidka beraveradi-ku. Investor pulni yeydi keyin. Ana. O'shani pulni qaytarib berishga kelganda tamom keyin уже. 150 Biznesda pul yo'q. Nima qiladi? Bu investor pulini boshqa investor puli bilan yopadi. Ya'ni yama bilan yopib ketaveradi va yamani kengaytiradi borgan sari. Kattalashtirib boradi, oxiri butun biznesingiz bilan ham tushib ketadi. Shundan keyin Dubayga qochib ketadi yo nima bo'ladi? Astag'firullah. Mana shu narsalar, bu narsalar mana hayotiy hozir mana ko'ra turgan odamlar biza prosta hazil gapirmayapmiz. Bilmasdan, xohlamasdan tadbirkor shu ishni qilib qo'yapti. Ya'ni hech qaysi tadbirkor men o'ylayman, ertalab turib Dubayga qochib ketaman, o'g'irlab deb turmaydi-da masalan. Hamma demaylik 99.9 odam yaxshi halol ishlash harakatini qiladi. Prosta tushunmagan uchun, ozgina nimadirda boshqada bilimi bo'lgan uchun xatolar qiladi. Bo'ldi, kirib qoldi. Miyasi emas, o'zi shu qanaqadir istoriyani ichiga kirib ketdi, boshqa qildi-da. Уже nima deydi, katta pulli atvetini qila olmagan uchun keyin mana shunaqa ahvollarga tushiladi. Xudo asrasin, albatta. Shuning uchun moliyani bilish kerak. Mana oddiy chegirmada boshqada qanaqa katta zararlar bo'lyapti. Shuning uchun nima deydi, moliya juda ham muhim. Men o'zim moliya dasturida o'qib chiqqanman, misol uchun. Ozgina bo'lsa ham tushuncham bo'lgani uchun, boshqa bo'lgani uchun bilgan saringiz bilmaganligingizni bilaverasiz misolda. Shunaqa. Hamma ilm shunaqa, yog'iga ketdi. Tadbirkorlikni o'rganganingizdan keyin uni ham o'rganasiz. Buni mana ko'rasiz, qarang. Bir nechta klubga a'zomiz, to'g'rimi? Mana men shaxsan bir kamida 4 ta klubga a'zoman. O'zimni misol mana klubimiz bo'lsa ham Proecom klub, elektron tijoratchilarning klubi misolda. Lekin o'zim ham bir nechta klubda a'zoman. Milliardta olaylik misol. 550 tadan ko'p tadbirkor bor misol. Yoki mana hozirgi N-Factor olaylik. Bu yerda ham 200 tadan ko'p tadbirkor. Hamma o'qish bilan ovora. Ana kuni Zafar aka Hoshim, Korzinkani rahbarlari misol. Ular ham chiqib bizga o'sha ana qilib o't berdilar, seminar qilib, boshqa qilib u, lekin ular ham aytibdi, doimiy o'qiyman. U shuncha tanaqasi bor, biznesi bor odam, shuncha misol uchun yarim O'zbekistonga korzinkas qilib sotayotgan bo'lsa, ularga bilimi nima kerak borki? Chunki to'xtagan ilm olishdan to'xtagan kuni tadbirkor o'ldi hisobda. Orqaga qarab ketadi. Biz Abjal aka jentra olganlar tamom, to'ydilar-da ular. Bo'ldi, ulardan so'ng tadbirkor yo'q. Endi o'zi nima deshadi? Tak bitta qora jentram bo'lsa, bitta kvartira olib qo'ysam Toshkentda misol uchun bir o'ylanib olsam, agar o'ylangan bo'lsa, yana bir marta o'ylanib olsam. Astag'firullah. Xullas, ajda qilib sekin-sekin aro xarajat yo'llar topib bo'laveradi. Shunaqa menga yetadigani yo'q deydi. Zo'r. Xo'p, Fazlin aka o'zi deyarli moliyaning o'tidan o'tib, bo'tidan o'tib chiqdik, boshqa qildik-ku. Lekin baribirgina ichimda bitta savol qolib ketyapti-da. Mana o'zim tadbirkorlik 26 yildan beri savdo bilan shug'ullanaman. Misol, import qilib olib kelamiz, ishlab chiqaramiz, tekstil boshqa u-buyu. Bizi 18-yilda birdaniga qaror qabul qilganmizki, nasiya savdo to'yib ketilgan. Nimagaki, qo'limdagi tovarlarimni nasiyaga berib bir $800,000 ko'chaga chochilib ketgan. Keyin daftarimiz bor. Mana bunda daftarimiz bor. Har juma tabriklaymiz. Hoji aka nasiyachi, u yo bayramlarda birinchi qatorda ular turiladi, chiroyli so'zlar bilan, boshqalar bilan. Xullas kalom, bo'ldi, to'ydi deb nasiyani to'xtatdik. Chunki nasiyaga siz bermasangiz, sizni yoningizda beradi. Offline savdoda, bozorda, optimda, unda shunaqa darajaga kelganki, nasiya savdo qila olmaysiz. Biz bo'ldi, to'xtatamiz dedik. To'xtatishimiz bilan 95% savdomiz yo'q qo'ygan. Ya'ni 5% savdomiz qo'ygan. Keyin boshqa o'tirib, qashib komanda bilan boshqa nima qilamiz deb o'ylab, oxiri mana shu onlayn savdoga o'tib ketib qo'yganmiz-da. Endi o'zi nasiyaga olib sotish qanchalik foyda yoki nasiyadan qanaqa qutulsak bo'ladi? Men hozir o'zim bilgangacha bu onlayn, o'zi вообще nasiyadan qanaqa qutulsak bo'ladi? Nima qilsaki, nasiyaga sotmasdan odamlar tadbirkor bu orzusi-da. Biznes model tanlaganda shu nasiya modeli bo'lsa, endi iloji yo'q. Masalan, nasiyaga siz aytayotganingizda konkurentingiz sotayotgan bo'lsa, siz bermasangiz bo'lmaydi, to'g'ri. Nasiyada ham to'g'ri nasiya strategiyalarini qilish bor-da. Mana bizda menda potokdan shu paytgacha 300 dan ortiq odam o'qitgan bo'lsam-da, ishonmaysiz, kimdan nasiyadan bo'lmasa ham qo'lini ko'taradi. Endi shu qo'lini ko'targanlardan undiruv bo'limi borlar, qo'lini tushirsin deyman-da. Tamom. Undiruv bo'limi yo'q aka. Tushunasizmi? Ya'ni hammada nasiya muammo, lekin undiruv bo'limi yo'q.
Ha, undiruvni kim qiladi sizlar desam, ko'pincha tadbirkor o'zi. O'zi qiladi. O'zi qiladi yoki bo'lmasam qilinmaydi, eslatilmaydi. Siz nasiya bilan ishlayapsizmi? Muammo bormi? Sizda обязательно uni tortadigan bitta richak bo'limi bo'lishi shart. O'sha undiruv bo'limi shu. Kimdir sotuv bo'limini o'zini undiruv bo'limi qiladi. U ham muammo emas. Shu bo'lim bo'lishi shartda. Ya'ni biz o'sha mijozlarga podxodni tushunib olishimiz kerak. Mijoz 3 xil toifali bo'ladi. A toifa mijoz bor, B toifa mijoz bor va C toifa mijoz bor. A toifa mijozlar siz aytgandek juma bilan tabriklaydigan, mehr beradigan mijozlar bo'ladi. Bularga undiruvchingiz telefon qilib, aka qarz bor ekan demaydi. Bularga shunchaki proikon borligini eslatib turadi xolos. Tuzimsiz. Ha, bo'ldi shu. Chunki ular itak yaxshi Xijolat mijozlar qiladi. ular, ha, yaxshi mijozlar. Vaqtida to'laydi ular. Bemijozlarga juma bilan tabriklashdan tashqari bir eslatib qo'yiladi. Abdujabbor aka, yaxshi, uydagilar yaxshimi? Rahmat. Mana shuncha muddatimiz yaqin kelib qoldi. Rahmat, sog' bo'ling. Tamom. Asi mijozlar bilan вообще-то o'zi kollektorlar ishlaydigan mijoz ular. Ular doim bizlar qonimiz ichadigan, vaqtda to'lamaydigan, bular jostki kerak bo'lsa uyiga borib, mib bilan ishlaydigan odamlar kerak bu uchun. Kollektorlar kerak bo'ladi. Mana shu 3 ta toifaga bo'la olmagan masalan, tadbirkor. Nasenda muammo deydi. Nasiyaga bermasangiz ilojingiz yo'q endi. Bozor shu. Model shu. Lekin berganingizdan keyin buni undirish strategiyasi ham to'g'ri bo'lsin-da endi. Buni qilmagansiz yig'lab yuraveradi tadbirkor. Deydi, tadbirkorlik qiyin bo'ldi, hamma narsaga so'raydi. To'g'ri yo'llarni qilib qo'y. Zo'r yo'llari bor. Ya'ni bundan tashqari ko'p yo'llar bor. Bizda darsda aynan nasiyaga bitta dars bor. Darsimiz modulimiz nasiyaga. Yechimlar bor. Ha, nechta xil yechimlar beramizki, masalan, bu tushmasa buni ishlat, bu tushmasa buni ishlat. Endi bitta hozir shu yerda bittasini aytib ketdim. Shunaqa. Endi mana yechimlar bor. Abu Sa'idga Rustam akamni ko'ryaptilar. Misolda aytyaptilar, yaxshi, chiroyli gaplar gapiryapsizlar-yu, lekin kollektor manda nima qilsin, undiruv bo'ldi, nima qilsin, o'zi bitta o'zim savdo qilayotgan bo'lsam, optimchiman, o'g'lim bilan qilyapman, boshqa qilyapman, undiruv ham, sotish ham hammasi o'zimda deydi-da misol. Endi mana men o'zim bitta hozir o'zimiz sohamiz onlayn bo'lgani uchun nima yechim beramanki, shuni sotayotgan paytingizda onlaynga o'tib savdo qiladigan bo'lsangiz, Onlaynga siz onlaynda savdo qiladigan bo'lsangiz, siz emas, sizni o'rningizga nasiyaga beradigan har xil tashkilotlar bor. Misol, Alif bor yoki Ima Invest bor yoki misol uchun mana Uzum marketga kirib savdo qiladigan bo'lsangiz yoki Yandexga kirib savdo qiladigan bo'lsangiz, siz tovarni u bozorda savdo qilayotgan bo'lasiz. Lekin nasiyaga odamlar oladigan bo'lsa, u уже yo Uzum nasiya berib yuboradi yoki Yandexni o'zi berib yuboradi misol. Yandex misol hozirgi paytda 2 oyga foizsiz beryapti misol. Ya'ni siz o'sha telefondir, bilmayman, tam stakandir, ruchkadir, divan sotyapsizmi, nimadir sotayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, misol do'koningizga keldi, mana anaqada Yandexda do'konim bor. Menga endi odatda nima bo'ladi o'qitimda? Bo'ldi, berib yuboring, bir haftada atvetini qilaman deydi. Misol, men nima degan bo'lardim? Bir haftada atvet qilmang, nima qilasiz? Qiynalib, Rustam aka. Undan ko'ra shu pulni aylantirib 2 oyda bering, o'zi tak shu qiladi. Chunki unga meni molim kerak emas. Men bankman, meni pulim kerak. U pulni, u molni olib boradi, sotadi, pulini yechadi. Nariyoqda naqd bermasa sotilmaydigan mollar bor misol. Oziq-ovqat do'kon bo'ladi, Coca-Coladir misol, to'g'rimi? Yoki misol uchun qanaqadir mol borki, mana xitoyliklar o'rgan olgan. Kelgan narxini arzon qilib qo'ygan, lekin faqat naqdga sotaman deydi misolda. U tovarni borib sotib pulini yechib turib, anunga borib beradi. Uni aylantirib keyin qachondir bizga olib kelib berishni boshlaydi misol. Shuni o'rniga hali Rustam aka undan ko'ra o'zingizni qiynalib nima qilasiz? Mana Yandexdan agar shu tovarim bor, shu tovarim o'zi bor, o'sha yerdan sotib oling. 2 oyga foiz to'laymiz ustiga. Necha pul sotayotgan bo'lsam o'sha Yandexda, o'sha narx bo'yicha olasiz. Faqat pulni ularga qilib berasiz. Deydigan bo'lsa, undiruv ham o'tdi, kollektor ham o'tdi, boshqasi ham o'tdi. Haligi xaridor agar haqiqatan niyati o'sha fin modeliga to'g'ri kelib turib, o'sha narsani 1 oyda yoki 1,5 oyda qilib berishga salohiyat yetayotgan bo'lsa, unaqada borib o'shani olish mumkin. Agar o'z niyati to'xta anta uchastkani bitirib olishim kerak, kimdan pul tortishim mumkin, undan sherskan, faznigani undan olaman deb sotib turib, yarim yil to'g'ri tushuntiraman deyotgan niyati bo'ladigan bo'lsa, u уже nariyodilarga to'g'ri tushuntira olmaydi. Chunki ularda mana shu aytayotgan tizimlari bor, misol. Shunaqa. Bu endi Donaboy savdoda shunaqa qilsa bo'ladi, lekin Optimda ham hozir qilsa bo'ladi. Chunki Optimda ham hozir anaqaga nima deydi, mana shu marketplace'larda DBS degan sistema paydo bo'lgan, delivery by seller.
Ha. Tovaringizni olib bormaysiz omborxonasiga uzunmi yoki Yandexni tovaringizni topshirmaysiz, boshqa qilmaysiz. Faqat O'likisga o'xshab reklamaga chiqarib qo'ygan bo'lasizda. Joyidan olib ketadi. Ha, buyurtma tushgandan keyin hali akreditivga o'xshab o'rtada marketplace turadi. Mijoz bilan sizni uchrashtirib qo'yadi. Siz bo'ldi oldi berdi qilib tovar olib borib berib boshqa qilganingizdan keyin ana ular pulni sizga tushirib beradi misol. Shunaqa sistemalar bor. Ya'ni ozgina ichiga kiradigan bo'lsa, yechimlar bor hozir. Bor. Men to'g'risini aytsam, o'sha 18-yilda $800,000 ko'chada chochilib ketgan bo'lsa, hozir bir tiyin ko'chada nasiyamiz yo'q. Zo'r. Bor, qanaqaki o'zimizni shaxsiy oldi berdi. Endi yo'q desam xato bo'lib qoladi. Yaqinda uyimni remont qildim. Ustalar ana otib ketganlar bor, boshqalar bor. Shularni undiruv bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, ana biznesda nasiyam qolmagan. Shunaqa. Shuning uchun xudo xolasa mana moliya bo'yicha qancha gaplashsa ham kam hazinaga. Buni hozir u tarafidan bu tarafidan balkim hozir bizlarni ko'rayotganlarni har xil tomondan yoritib berishga harakat qildik. Agar hech bo'lmasa bitta bo'lsa ham o'zingizga insight olgan bo'lsangiz, mana shu ko'rsatuvni ko'rib turib, unaqada kommentariyada bir o'zingizni bahoyingizni yozib yuboring, feedback yozing. Yana nima haqida siz bilan gaplashsak yoki nima ma'lumotlarni ochib bersangiz sizga qiziq bo'lardi. Va yana bir marta qaytarib o'taman, pastda biz havolalar qoldiramiz. Fazlin akamlarga konsultatsiyalariga yoki bir qanaqadir dasturlariga yo sizni moliyachingiz bo'ladigan bo'lsa, yo tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni moliya bo'yicha o'zingizni saviyangizni boshqasini oshirish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Va hali Fazlin akam aytganlaridagi mana shu suhbatimiz orasida kalit so'z qanaqadir qo'shib ketganlar. Men o'zim ham bilmayman, to'g'risi qanaqa kalit so'z. O'sha nima kalit so'z qo'shib ketganlarini izohlarda topib yozib yuboradigan bo'lsanglar, 20% chegirma bor desa. Bo'ldi, 20% chegirmalari bor. 20% chegirma bor. Kurslari 20% chegirma bor ekan. Endi shu videoni ko'rib ham agar o'qishim kerak emas deyotgan bo'lsalar, endi boshqa ilojimiz yo'q endi. Shunaqa. Va agar siz kimdir o'zingizga qadrli bo'lgan insoningiz bo'lsa, yaqiningiz, tadbirkoringiz, oshna og'ayni, aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, ular ham shu oldingi parda borki, sal tadbirkorlikda keyingi qadamni qo'yishga qiynalayotgan bo'lsa yoki haqiqatan o'shalarga siz qadriyat bo'yicha yaxshi yaqin odam bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu videoni jo'natib qo'ying, chunki ularning ham ko'zi ochilsin. Xo'p. Albatta bunaqa videolarimiz ko'p bo'lishi uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, like bosib qo'yinglar. Nimagaki biz qanchalik ko'p obuna bo'ladigan bo'lsa, qanchalik sizlar do'stlarga buni пересылка qilib jo'natib yuboradigan bo'lsangiz, qanchalik kommentariyada ko'p yozadigan bo'lsangiz, uzunda Yandexda va boshqa joylarda tovarlarni tepaga qanchalik ko'tarilgan sari, xuddi shunaqa YouTube'da ham bu videolar tepaga ko'tariladi, ko'proq odamlarga tavsiya qilinadi. Buni otini ranjирование deyiladi. Shuning uchun Fazlin aka, nimani siz aytmoqchi edingizki, men nimani so'ramadim? Hammasi zo'r. Shu tadbirkorga o'zini vaqti qimmatliligini tushuntirib bergan bo'lsak bo'ldi. Ya'ni tadbirkorning o'zini vaqti qimmat turadi-da. Biz tadbirkorning iloji boricha ishlarini optimizatsiya qilib, ishlarini topshirib, qachon ish topshiradi tadbirkor? Qachonki raqamlari bo'lsa-da, siz nimanidir ko'rib tursangizki, xuddi labirint o'ynaganimizga gazetada, bilsangiz, labirint o'ynaganimizda gazetaga tashqarida turganimizda topish osonroq bo'lganda, uni ichiga kirsangiz topa olmaysizda uni. Ichida juda qiynalasiz chiqib ketishga-da, labirint ichida. Mana shu tepadan ko'rishni biz xohlasak, buni ishni berib, qabul qilishni xohlasak, albatta raqamlar bo'lishi kerak-da. Agar shuni tushuntirib bera olgan bo'lsak, bugun shu maqsadimiz shu edi. Zo'r. Zo'r. O'zi deyarli Fazlin aka bilan bizni biznes modellarimiz deyarli bir xil ekan deb aytsa ham bo'ladi. Hali video anaqadan oldin gaplashib kofe ichayotganda. Misol, biz ham kompaniyamiz sifatida Proyecom ekosistemasida boshqa kompaniyalar uchun tovarlarni sotib berish xizmatimiz bor, agentstvomiz. Undan tashqari misol uchun ularga audit qilib berish yoki misol uchun strategiyasini tuzib berish, go to market deydi. Misol uchun qanaqa qilib bozorga kirib kelish, boshqa qilib strategiyalarni tuzib berish va bundan tashqari, yo'q, zo'r ekan, ko'rdim, hammasi yaxshi ekan. Buni kim qilib beradi? Xuddi buxgalteriyani outsourcega bergandagi kim buni qilib beradi deydigan bo'lsa, unaqa agentstvamiz ham bor, yurg'izib beradigan. Xuddi shunaqa Fazlin akamlarda ham bor ekan, bilishim bo'yicha, to'g'rimi? Xizmatlari boshqasi. Va taxminan faoliyatimizni ekosistemamiz ichida
10%ni akademiya tashkil qiladi. Chunki ehtiyoj bor. Biza tadbirkorimiz, o'qitmochimiz, boshqa qilmochimiz deydi. Fazliddin akamizda ham shunaqa akademiyalari bor ekan. Shuning uchun agar kimga onlayn bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, kim o'zini savdolarini onlaynga olib chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsa, izohda onlayn so'zini qoldiring. Agar kim moliya bo'yicha o'zini rivojlantirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, unaqada moliya so'zini qoldiring. Shu orqali misol uchun sizni murojaatingizni Fazliddin akamizga jo'natib yuboramiz. Va albatta yaxshi savol berganga yana qo'shimcha bizni sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. O'zimiz tanlab olamiz. Eng zo'r savol bergan odamga bizni qanaqa qilib onlaynga kirishni birinchi qadamlarini, video darslarini sovg'a qilamiz. Fazliddin aka, maza qildim. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat kattakon.